Bir de sakolarımda o'rganimga rosa yosharib ketibman, yana yosharib ketibman. Yo'q, mana sizin öyle. Voy voy voy. Oha Johnny'ni qani ovoz. Voy. Bitta prikolni sizlarga aytaymi? Efirni ko'p boshlab qolasiz desa. Lekin nimani qo'yibman? Mikrofonda ulanmoqda. Efirni ko'p boshlab qolasiz desa. Voy, nimani qo'yibman? Mikrofonda. O'zi ora-orada bo'lib turadi-ku bu. Vastilapa, efir boshlagan. Hozir qirma. Kiyitalarni kiyib Ana, hozir tekshiramiz. Ana, hozir tekshiramiz. O'zi shoshib efir qilaydi, qilmaydi-da. Ana, hozir tekshiramiz. Uzuklar taqdingizmi? Ana, bo'ldi. Hammasi sipsirliq. Hozir silka tashlaymiz. Men ham efirga tayyorgarlik ko'rishim qiyin. Yetdik. Hozir assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun salgina ertaroq efirni boshlab yubordik-da do'stlarim. Hozir shunday silkachani shunday tashlaymiz, hamma baxtli, hamma qatori e'lon baxtli. Tak. Bugun lekin dahshat efir bo'ladi, ishonaveringlar. Bugun juda qattiq efir bo'ladi. Juda og'ir va qiyin efir bo'ladi. Voy bo'ladi. Ana. Hop. Ha, ana. Tak. Samg'larni ovoz kelsa bo'ldi. Ketdik. Xo'sh. Silka tashlandi, ketdik. Silkani shunday ko'kda bosasizlar, hamma yutib ketamiz. Ketdik. Tak. Xo'p, assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz muxlislarim. Bugun mikrofonni bu yoqqa qaratib oldim do'stlarim. Ikkalasini ham ovozim glavni shokolad kelyaptimi? Aziz muxlislarim. Ajoninda ovoz ham o'zi shokoladda. Ana, hozir buni shunday переводni o'chirib qo'yaylik. Sizlar menga o'zbekcha yozyapsizlar, menga ruscha перевод qo'yayapti. Xo'p, do'stlarim, Sirojiddin mediani sudi bo'ldi, o'zlaring ko'rdilaring. Bugun ham Otabek Jo'rayev ham boribdi, Jahongir To'laganov ham, Shuhrat Musayev ham hamma kak palojda sudga boribdi. Endi o'shanga do'stlarim kamgina o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Chunki o'tgan dafar juda qattiq tanqid qilgan edim, o'zlaring bilasizlar. Juda ham dahshat tanqid qilib o'rgandim. Endi to'g'ri ham qilganman do'stlarim. Noto'g'ri ish qilmaydi Timur Ayshov. Endi do'stlarim, bu dafar intervyusi rosti bilan ham boshqacha, rosti bilan ham yaxshi intervyu bo'ldi. Menga juda ham yoqdi do'stlarim. Mana bu jurnalistikani etikasi bo'ladi-da. O'zini tutishi, yolg'on informatsiya tarqatmasligi, haligi to'g'ridan-to'g'ri gapirish bu jurnalistikaga kiradi. Blogerlar ham o'zi aksariyat jurnalistikaga aloqali do'stlarim. Lekin aksariyat biz ko'rib kelganimizda mana shuncha vaqtdan beri bo'lyaptiki, haligi chiqib olishyapti-da, shu vaqtgacha mana Jahongir To'laganov, o'sha Sirojiddin media ham shu ishni qilyotdi, Otabek Hamidov bor edi, ana cho'chqa sifat, u ham shu ishni qilyotdi do'stlarim, yolg'on bo'xton informatsiyalarni tarqatyotdi. Shunga qo'shilib Otabek Jo'rayev ham xuddi shu ishni qilyotdi. Lekin mana bugun tanqidlardan keyin to'xtanglar do'stlarim, ikkita mikrofon bir joyda bo'lsa yaxshi bo'lmaydi. Oba. Ana. Короче, do'stlarim, haligi yolg'on bo'xton informatsiyalarni gapirib kelishyotdi shu vaqtgacha. Assalomu alaykum, Lochinov, yaxshimisiz? Mikrofonni chap tarafimga yetkazib oldim. Sizlarga o'yin ko'rinyapti shekilli. Короче, tavba qilish. Kamerani shu narsasiga har doim hayron qolaman. Chapni o'ng, o'ngni chap ko'rsatadi. Oba. Samg'larni ovozim kelyaptimi? Yozib yuboringlar do'stlarim. Ovozcha shokoladmi? Sha bitta kommentariy yozib yuboringlar. Hammaga assalomu alaykum. Timur Ayshov kanaliga xush kelibsizlar do'stlarim. Bu yerda faqat haqiqatlar, to'g'ri dangal narsalar bo'ladi. Albatta biz har doim qaytarib o'tamiz. Biz dayuslarga, vatan xoinlariga, ittibonlariga, har xilcha mayda-chuda gandonchalarga biz qarshimiz do'stlarim. Har xilcha oqimlarga, sxemalarga biz juda ham qarshi shokolad dedi. Короче, do'stlarim, bir boshidan boshlayman. Sirojiddin media bilsalaring agar o'sha Samarqand viloyatida hibsga olingan edi. O'sha pora bo'yicha pora bergan, pora olgan va hokazo haligi ba'zi bir insonlarni ishini hal qilib beraman deb qari kampirlardan pul olgan do'stlarim.
Keyin UNOSdan ariza kiritishib, Sirojiddin Media hozirgi kunda qamoqda. To'g'ri, statyalar boshida boshqacha edi, oxirida o'rtasida boshqacha, hozir boshqacha. Endi u o'sha jarayonda menimcha ichki ishlar shoshilib oformit qilib qo'yganmi, shoshma-shosharlik bo'lganmi, endi buni bilmayman do'stlarim. Rosti bilan ham o'sha sud jarayonida do'stlarim statyalar o'zgargan. 211 dan hozir boshqasiga o'tgan, 65, 67 va hokazo. Do'stlarim. Haqiqiy aktyorsan deydi. Biznes aktyorman do'stlarim. Aktyorlikni yo'raveraman. Chiroyli odam bo'lganingki aktyor bo'lasan-da. Xullas qalon do'stlarim, Sirojiddin Media qamoqda. Biz o'zlaring bilasizlar, o'sha qamoqqa kirishidan 2 kun oldin men Telegram kanalimda chat qilganman. Sirojiddin Media kelgan, eqda Abror Muxtor Ali kelgan edi. Men o'sha yerda bu bolani sal miyasini ochish uchun, sal aqlini kiritish uchun bir normallik gapirdik. O'sha yerda Abror Muxtor Ali ham bunga chiroyli nasihat berdi. Quloq solmadi, quloq solmaganda ahvoli mana do'stlarim shunday. Qamaldi, ketdi. To'g'ri, hozir men bugungi Otabek Jo'rayevning efirini ko'rdim. O'sha Jahongir To'laganovni mayli shu bolani ham so'kmay bitta efirimda. Shularning efirini ko'rdim, do'stlarim, aksariyat rahmim keldi. Endi baribir ukasi bo'ladi do'stlarim, opasi ekan, o'sha artist bo'lgan, ota ham bir bola ekan, Zarinami Xrenivoznayt. Shunaqa bir opasi bor ekan, bir vaqtlar artistlik qilgan. Короче, yig'lavordi o'sha yerda, ukamni qo'yib yuborsin, biz hech kimga hech qanaqa shikoyatimiz yo'q, alamimiz yo'q, biz chista bizni qo'yib yuborsin deyapti, tamom. Endi bundayda men ham masalan unaqa holatni ko'rganimda men ham bari insonman, men ham rahim kelib ketdi. Men ham xohlardim agar Sirojiddin Mediani haligi gunohlari salgina yengil bo'lsa, Sirojiddin Mediani qo'yib yuborishlarini men ham albatta xohlardim. Lekin bitta narsani do'stlarim tushuninglar. Davlat boshqacha ishlaydi, hurmatli obunachilarim. Davlatning sistemasi umuman boshqacha ishlaydi. Davlatga xiyonat qilingan insonlarni davlat albatta jazolaydi. Do'stlarim, prosta davlat jazolaydi. Bu fakt, buni tan olishimiz kerak. Sirojiddin Media masalan o'sha Eltuz, Gaytuz, o'sha bobojonlar bilan gaplashgan, aloqasi bor do'stlarim. O'shalar bilan oldi berdi qilgan, o'shalarning xizmatini qilgan, ba'zi bir ichki ishlarda xodimlariga, ba'zi bir prokuratura xodimlariga, o'sha Sirojiddin Media, o'sha через Eltuz haligi bosimlarni o'tkazishgan do'stlarim. Bu haqiqat, buni zapislari bor. Buni men hozircha chiqara olmayman do'stlarim. Endi sud tugagandan keyin inshaalloh chiqarishga harakat qilaman do'stlarim. Lekin shuni men xohlamas edim. Chunki mana bu blogerlar o'zidan do'st yasab olgandayu, yoki bir Sirojiddin Mediaga do'stlik qilib, hozir Sirojiddin Medianing nomini battar qoralab olishlari mumkinligini bular tushunib yeta olmayapti do'stlarim. Bu narsani men tushunyapman. Bu narsani Abror Muxtor Ali tushunyapti. Bu narsani Firuz opa tushunyapti do'stlarim. Chunki biz to'g'ridan to'g'ri informatsiyani olamiz-da, biz haligi 99 taligi 6 ko'tdan emas, primoy istochnikdan informatsiyani olamiz. Dalillar, isbotlar, faktlarga qarab biz albatta o'sha natija ishlab chiqaramiz do'stlarim. Meni o'zimda shaxsiy fikrim, Sirojiddin Media palibom qamaladi do'stlarim. Men sizlarni aldolmayman. Men yolg'on gapira olmayman. Yolg'on gapirish menda qonimda yo'q do'stlarim. U dayuslik, fohshalik, o'shanaqa jalabda bolalarning qonida bo'lishi mumkin. Menda yo'q shunaqa narsa. Sirojiddin Media chiqib ketadi, ozodlikka chiqadi, qo'yib yuboriladi va hokazo mana shunaqa yolg'on bo'xton informatsiyalarni hozir tarqatib yurganlar. Bular do'stlarim har doimgidek sizlarni aldayapti. Har doimgidek sizlarni aldab, sizlarga yana o'sha noto'g'ri informatsiyalarni berib, noto'g'ri fikrlarni berib, shtobi sizlarga umid qilishmoqchi-da do'stlarim. Keyin o'zini tarafkashlari o'sha dayuslar, o'sha fohshalar, jalabti bolalariga bir-biriga umid berishyapti. Tipa bu chiqadi, hozir biz buni chiqaramiz. Yo, unday emas do'stlarim. Men sizlarga ochiq oydin aytib qo'yaman. Men bemalol aytib olaveraman. O'sha paytda ham Sirojiddin qamaladi deganimda, "Voy tots, Timur, sen o'zing qamalasan, sen o'zing ketasan, sen usan, sen busan" deyishuvdi. Vaholanki Sirojiddin qamaldi. Otabek Hamidov eslaringda bo'lsa agar qanchadan qancha montajlarni qildi, qanchadan qancha santajlarni qildi, menga nisbatan, вообще prezident oilasiga nisbatan ham даже montaj-santaj qildi. Oqibat men unga aytdim, "Sen qamalasan" dedim. Otabek Hamidov qamoqda do'stlarim. Aytgancha, o cho'chqaday semirib ketganida hozir juda ham ariqlab, juda ham simpatiyaga bo'lib qolgan do'stlarim. Juda bu turmani bularga foydasizdek o'zi. Aslida bular o'zi menga rahmat deyish kerak. Chunki rosti bilan ariqlanmay yotuvdi, xalqning millatning pulini yeb, bular ariqlanmay yotuvdi. Timur kommentariyalarni o'qi. Men bu yerda kommentariya o'qish uchun emas, men bu yerda xalqqa tushuntirish uchun efir qilyapman do'stlarim.
Ana darslarga borsalaring chiroyli qilib o'qiydi sizlarni kommentariyalaringda. Xullas kalom do'stlarim, xuddi shu. Endi Jahongir To'laganov bugun mana professional intervyu qilishibdi Otabek Jo'rayev bilan birga va hokazo shuni bir boshidan shuni gapirib o'tmoqchiman. Men nimaga Jahongir To'laganov hozir gemoroy yoki bir balolar demayapman. Sababi o'sha Shuhrat Musayev ham borganda Shuhrat Musayev ham aytayapti, o'sha bez order bularni ushlashgan, bez order tekshiruv qilgan. Bu qonunbuzarlik. Demokratiyada har bitta narsa order bilan bo'lish kerak. Men masalan Jahongirga ishonmasligim mumkin, Otabekka ishonmasligim mumkin, ana G'ayrat Do'stovga tim bo'lib ishonmasligim mumkin. Lekin Shuhrat Musayevga ishonaman, chunki u bola yolg'on gapirib bitirmaydi. Oqto qorani qora deydi-yu, dangal to'g'ridan to'g'ri gapiradi. O'shaning uchun O'shaning uchun do'stlarim, Shuhrat Musayev o'zi mana ikkinchi marta aytayapti, qonunbuzarliklar bo'lganmi? Agar qonunbuzarliklar bo'lgan bo'lsa, Sirojiddin mediani ushlash jarayonida deylikmi, tintuv jarayonida deylikmi, tekshiruv jarayonida deylikmi, agar noqonuniy ishlar bo'lgan bo'lsa, albatta tekshiruv o'tkazishsin. Ichki ishlar ustidan tekshiruv o'tkazishsin. Qanchalik haligi to'g'ri ushlangan, qonunbuzarlik bo'lganmi, bo'lmaganmi, agar qonunbuzarlik bo'lsa, albatta ularga vigvar chiqarsin. Ili bo'lmasa bir oy ishdan chetlatishsin o'sha ichki ishlarni. Albatta hech kim u ichki ish biladimi va hokazomi, qonun hammaga teng do'stlarim. U bloger bo'lasanmi, hokim bo'lasanmi, deputat bo'lasanmi, ili oddiy aravakash bo'lasanmi, qonun hammaga bir xil ishlash kerak. Shuhrat Musayevning gapiga men 100% qo'shilaman. Albatta do'stlarim, bu narsa tekshiruv o'tkazish kerak. O'sha ichki ishlar vazirligi albatta bu narsaga e'tibor qaratadi degan umiddaman. Lekin do'stlarim, bu tekshiruvlar, u ichki ishlar qilgan xatolari Sirojiddin mediani oqla olmaydi. Bu narsani sizlar tushunishlaring kerak. Do'stlarim, 100 ta 200 ta odamga haligi yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin. Invalid mana efirda kelibdi, bitta invalid odam oyoq qo'li nogiron ko'chada qolgan ekan, Sirojiddin media unga yordam bergan ekan. To'g'ri, yaxshilik qilgan do'stlarim. Lekin Sirojiddin mediani hozirgi davlatning pretenziyasi 38 million aholini sotgan deb pretenziya qilyapti do'stlarim. Bu hazil narsa emas. Vatan xoinlik qilsa do'stlarim, bu albatta qamoqqa olinadi, albatta jazoga tortiladi do'stlarim. Qonun 100% ishlaydi, qonun o'zini narsasini qoldirib qo'ymaydi. O'shaning uchun har qanday jindilarga, har qanday ittibollariga do'stlarim ishonib turib, Sirojiddin media ana chiqadi, mana chiqadi, qamalmaydi, unday bunday degan leksikalarga uchib yurmanglar. Men buni haligi sizlarning ko'ngillaringda sindirish yoki sizlarni xafa qilish yoki sizlarni ranjitish deb aytmayapman do'stlarim. Bu haqiqat. Endi do'stlarim, Jahongir To'laganov efirida o'sha intervyu beryapti Otabek Jo'rayevga. Bitta joyi menga yoqmay qolgan joyi, aytayaptiki, biz deydi burgutmiz deydi, qarg'alar choqishi mumkin, tepaga uchamiz deb multik aytib o'tibdi. Jahongir To'laganov baribir asli nasliga tortadi degan maqol bor-da. Asli nasliga tortadi. U ikkita jo'rang ham o'zini shermiz deb mana o'zi kletkada o'tiribdi. Sen burgutman deb sen ham kletkaga ketasan. Buni o'zing ham yaxshi bilasan, Jahongir To'laganov. Bilasan, men havodan olib gapirmayman. Men leksika o'qimayman. Men mana bu negativlarga ham urib qo'yganman. Hamma narsani urib qo'yganman. Lekin mana bugun intervyularingda chiroyli qilganing uchun men masalan seni tanqid qilmasdan, seni so'kmasdan to'g'ridan to'g'ri gapiryapman. Sen burgut bo'lsang, Jahongir To'lagan, men burgut otarman. Tushunyapsanmi? Men qarg'a emasman. O'zimda hayvonlar bilan taqqoslamayman hayotda. Men ota-onam meni odam qilib tug'ilgan, tuqqan. Alloh taolo menga odamni badanini bergan. Men shunga Allohga shukr qilaman. Odam bo'lganligim uchun, erkak bo'lganligim uchun, mard inson bo'lganligim uchun men Allohdan juda xursandman. Allohga ming marta shukr deyman. Senlar faqat o'zingni hayvonga taqqoslaysan. Men sher, bo'ri, haligi burgut, qarg'a, bir hayvonslarda asli borib baribir naslaringga tortasizlar. Sizlar o'sha tug'ilishlaring ham o'zi boku mishmishlar bilan tug'ilgansizlar-da. Xafa bo'lish bo'lmasin. Sizlar o'zlaringni burgut bilan taqqosladlaring. Men sizlarni burgut bilan yoki men sizlarni sher bilan yoki bo'ri bilan men hayotda taqqoslamaganman. Men chunki shu vaqtgacha sizlarni men odam deb ko'rganman. Yomon bo'lasizlarmi, g'araz bo'lasizlarmi, pidaraz bo'lsalaring ham bolalar. Men sizlarni odam o'rnida ko'rganman. Do'stlarim, lekin men sizlarni biror marta ahamiyat beringlar, hayvon bilan taqqoslamaganman. Lekin sizlar nimagadir o'zlaringni davom etaverasizlar. Hayvon. Qo'yinglar, bu noto'g'ri narsa bu. Eng qizig'i o'sha Jahongir To'laganov haligi hayvon haqida hikoyasini aytsa, anavi G'ayrat Do'stov mayda Timur qarg'a deb qochib ketyapti. Nimaga qochasan?
Shuhrat Musayev aytdi, seni tegmayman dedi. Ana ikkita bolachasini oldida urmayman dedi. Ko'rdim, polniy rost. Nima qochasan? Shuhrat aka urmaydi, tavba qildim. Meni deb tim bola seni urmaydi-ku, jindi. Qochyapti deslar, Shuhrat aka qarab qo'yapti. Ay, komediya do'stlarim, ishonaveringlar. Intervyuni ko'ringlar. Otabek Jo'rayevni ham, o'sha Jahongir To'laganovni ham bugungi intervyusi. Men xursandman bolalar. Bitta narsadan xursandman. To'g'ri tushuntirganlaring uchun, o'sha vaziyatni ochiqdan ochiq tushuntirdilaring, to'g'ri tushuntirdilaring, o'sha narsalarni men xursandman. Shunaqa qilsa bo'lar ekan-ku. Mana shunaqa efirlar qilaveringlar, hech kim sizlarni tanqid qilmaydi, hech kim sizlarni so'kmaydi. Otabek Jo'rayev bechora qo'rqib qolganda, Otabek Jo'rayevdan o'sha Jahongir To'laganov siz fikringizni aytmaysizmi desa, hozir men fikrimni aytsam haromlar yana so'kib chiqadi deydi. Zada bo'lib ketganda o'sha zada Otabek Jo'rayev prosta Krishamoga ketgan. O'zini efirida ham qo'rqib o'tiradi bechora. Do'stlarim, to'g'ri tanqid qilishni o'rganinglar. Haligi men masalan tentakman. Men nima uchun tentaklik qilaman? Chunki sizlar yolg'on gapirasizlarda, chiqasizlar, yolg'on axborot berasizlar, suddagi ma'lumotlarni chapachasiga gapirasizlar, noto'g'ri gapirasizlar, o'zlaringga qulay qilib gapirasizlar. Lekin mana o'zlaring chiqib olib, mana to'g'ri sudda bo'lgan narsalarni, o'sha xalq ichida bo'layotgan narsalarni o'zlaring chiqib gapirdilaring, mana men sizlarni tanqid qilmayman. Chunki to'g'ri narsani gapirganingda Vaydo Jahongir noto'g'ri gapiryapti deb chiqolmayman-da, yoki Otabek Jo'rayev noto'g'ri gapiryapti deb men chiqolmayman. Men o'zimga bu narsani pozvolat qilmayman. Men o'zimni hayvon bilan taqqoslamayman-ku. Men burgut emasman-ku yolg'on gapirsam. Yo'q, men sher emasman-ku men yolg'on gapirsam. Ular sizlar burgutsizlar, shersizlar, lekin sherlik hayvonlikda tashlaylar. Odamni qiyofasiga qaytaveringlar. U burgut yaxshi narsa emas, yaxshi hayvon emas, u ko'p yashamaydi. 30-35 yil yashaydi burgut. Sher ham ko'p yashamaydi, bir 15 yil, 20 yil shunaqa yashaydi, o'sha atrofida. O'shaning uchun qo'yaveringlar. Sizlarni Alloh taolo shu odamni badaniga solganmizlarni shu odam deb qo'yaveringlar. U sizlardan oldin ham bir ikkita blogerlar bor edi. O prezident mendan qo'rqadi. Men sherman, sher yurakman, bir balo yurakman deb, dov yurakman deb hozir 9 yil 10 yil so'roqda olib maza qilib o'tiribdi. Men hayron qolaman-da. Men даже mana bugun Abror domlarni efirini ko'rganimda ham o'sha Arabistonga borib olib, bizda o'zimizda o'zbek ayollarni chaqirib, nikoh qilib, ajrashib, javobini berib, keyin boshqaga nikoh qilib berib, shu paparozalik qilib yurayotgan odamlar bor ekan Arabistonda. Bu fakt, bu Dubayda ham bor bu narsa, do'stlarim. O'zbek ayollarini chaqirishadi-da, o'sha yerda paparozalik qilishadi. Bularni endi asli nasliga tortadi-da, shu qoniga tortadi. Bu narsalar bor. O'zbek ayollari mana u ijtimoiy tarmoqda, Instagramda, o'sha Telegram bo'larim, Instagram, WhatsApp va hokazo shu qanaqa messenjerlar bo'lsa, qaysidir kod, qaysidir sen uni ko'rmagansan, qaysidir bir dayus bo'lishi mumkin. O'zidan musulmon yasab olib, sizlarni Arabistonga taklif qilsa, Dubayga taklif qilsa, boy, badavlat yashaysan, shayx bilan yashaysan desa, ishonib qolmanglar. Qullikka sotib yuborishi mumkin, aytib qo'yay. Prosta fohishalikka, qullikka sotib yuboradi. Mana yaqinda Navoiyda bo'lgan voqea, bir ayol o'sha Turkiyaga o'sha navoiylik qizlarni fohishalikka sotayotgan paytda ushlashdi do'stlarim. O'shaning uchun ijtimoiy tarmoqqa bu qanaqa erkak bo'ladi, qanaqa chiroyli bola bo'ladi, ishonib qolmanglar. Do'stlarim, qullik bor narsa bu. Bu 21-asrda ham qullik bor. O'sha Xitoyda ham qullik bor, Tailandda ham bor, o'sha Turkiyada ham bor, o'sha Arabiston, Suriya, Liviya va hokazolar bor. Men sizlarga bitta voqeani aytib beraman. Eslaringda bo'lsa, o'sha haligi Liviya taraflarida urush bo'lganda do'stlarim, qanchadan qancha o'zbek, tojik, qirg'iz erkaklari oilaviy ketib borishdi o'sha yerga jihad qilamiz deb. O'shalarning o'zlari o'lib ketdi. Xotini, bolalari, qizlari o'sha arablarning xotinchasi bo'lib ketdi o'sha. Tushunyapsizlarmi? Qaysidir erkaklarning qo'lida qolib ketdi. O'shaning uchun har xilcha narsalarga ishonavermanglar. Haliga o'zingni vataningni o'ylagin, o'zingni millatingni, o'zingni xalqingni o'yla. Va ana o gandon arab sifatlarida o'ylab o'tirishma. Ular o'zlarini o'zlari himoya qilib olsin. Ularni yaqinda Eron onasini siskadi, aytib qo'y. Eronda bombalari yaxshilab tushsa, keyin tushunasizlar qanaqa jihod qanaqaligini. Onasini siskadi, jalabdi bolalar. Xullas kalom shunaqa, men efirdan xursandman. Shuhrat Musayev ham chiroyli qilib tushuntirib berdi. Faqat bitta narsaga G'ayrat Do'stovda yana, mayli shuni ham so'kmayman do'stlarim. G'ayrat Do'stov shu zvachkaga o'xshaysan-da sen. Chista zvachkasan, G'ayrat Do'stov bilan. Shu chaynalib bir balolarda yotibsan. Bir nada, tavba qilib eng qizig'i Shuhrat Musayev
pul olganmisiz desa, "Nima deydi? Tilini yo'qotib qo'yyapti-da." Shuhrat Musayevdan shunchalik qo'rqadiki, tilini yo'qotib qo'yyapti. G'ayrat do'stim, qo'rqma, senga aytdi. Seni urmayman dedi. Ikkinchi marta qo'rqmasdan spokойно, dadil gapiraver. G'ayrat do'stim, faqat yolg'on gapirma. Yolg'on gapni men qarab o'tirmayman. Men umuman 1 gram qarab o'tirmayman. Yolg'on informatsiya bersalaring, o'sha gap batareyka mana. Srazi bog'lanadi, srazi so'kinishlar, srazi narsalar. Men o'sha mana bu dayuslarda men ham ja so'kinaman deb o'ylayotganim yo'q. Men ham chiroyli efir qila olaman. Meni auditoriyam katta, как-никак endi yutib tura olaman do'stlarim. O'shaning uchun menga ham o'sha pakayf emas so'kinish. Lekin do'stlarim, bular majbur qiladi o'sha yolg'on informatsiyasi bilan, bo'xton informatsiyasi bilan, turli tuman narsalar bilan. Gulerani Qosimovaning temasini ham bugun Abror domla chiroyli tushuntirib berdi. O'sha Eltuzga borgan, Eltuzda ma'lumot chiqqandan keyin Kunuzga borgan do'stlarim. Kunuz va hokazo o'sha vatan xoinlari bular. O'sha boboshmi, o'sha bobojonmi, o'sha bitta ko't bor. O'sha Eltuzda hozir o'chirib tashab, qanaqadir tuz deb nima? Baribir Galiboylarning nimasi do'stlarim? Baribir hech qachon Galiboyligini tashamaydi. Shu temasida yurishibdi. Negativ yozma. Shuhrat Musayev zo'r bloger, unga negativ yozmanglar. Endi Gulapa, hech kim Shuhrat Musayevga negativ yozayotganini ko'rganim yo'q. Shuhrat Musayevni biron kishi yomon bloger yoki boshqa narsa deyishga haqqi yo'q, chunki rosa ham juda ham ko'p xizmati o'tgan xalqqa, juda ham ko'p o'tgan. O'shaning uchun bu Shuhrat Musayevga haligi biz Telegram kanalimizda gapirgan suhbatimiz zapis bo'lib tarqalib ketganmi, bir balo bo'pti, qarochi. O'shandan endi odamlar Timur bilan urush qiladimi deydi. Men Shuhrat Musayev bilan urush qilmasligimda Shuhrat Musayev 100% biladi. Shuhrat Musayev ham men bilan urush qilmaydi. Bizda bir-birimiz bilan urush qilishga vaqtimiz yo'q. Biz soqqani orqasidan yuradigan bolalarmiz. Biz soqqa qilishimiz kerak. Biz ikkalamiz ham katta bloger bo'lsak, to'rtta dayis bilan to'rtta ko'tta deb onasining bu yerda urush qilib, ikkita katta bloger urush qilsin u, ana yerda keyin dayislar bayrog'ini ko'tarib LGBT bir qo'zg'alon qilib yuborsin. U narsa bizga kerak emas. Biz yo'nalishimiz, haligi направленияmiz bir xil. O'sha Shuhrat Musayev ham Galiboy ko'tlarida LGBTni yomon ko'radi, xuddi menga o'xshab do'stlarim. O'shaning uchun bu noto'g'ri narsa, unaqa provokatsiya bo'lmaydi. Ko'rdim, o'sha Otabek Jo'rayev efirining oxirida spesial shunaqa provokatsion savol berdi. Yaqiba endi meni nazarga tutib Shuhrat Musayev chiroyli javob berib qo'ydi. Lekin Otabek Jo'rayev, agar birovni men bilan Shuhrat Musayevni urushtirguncha davay ikkalamiz urush qilaylik. O'tgan nafar bir 5 marta yig'latganmanmi yo 15 marta yig'latganmanmi? Yana qaytarishim mumkin Otabek Jo'rayev. Chiroyli qilib tortishaveramiz. Bemalol yotib olib urush qilamiz. Kanalimiz bor, YouTube'imiz bor. Faqatgina Otabek Jo'rayev chidab berish kerak. Tavba qildim. Eng qizig'i kulgim kelgan joyi yana yaxshi narsa bu, pozitiv. Haligi atayin qildi, urushtirmoqchi bo'ldi. Sizcha Dilnurga kuchi yetmayapti-ku, endi men bilan Shuhrat Musayevni urushtirmoqchi. Endi do'stlarim, o'sha yerda efirda Otabek Jo'rayevga ham malades deyish kerak. Haligi Abror Muxtorali erkak ming urush qilsak ham terpilalik qilib yozib bermadi. Dilnurga o'xshab deyapti, lekin bu yerda yolg'on gapirdi Otabek Jo'rayev. Dilnur Komilov Otabek Jo'rayevni ustidan yozib bergani yo'q. Men bunaqa narsani даже eshitganim yo'q. O'sha Dilnur Komilov bilan ham gaplashganimda men bunaqa haligi tirtiqlarga vaqtim yo'q. Men oilamga vaqtimni ajratmoqchiman. Oilam bilan o'tkazmoqchiman. 1,5 yil oilamni ko'rganim yo'q. Men oilamga vaqt ajrataman. Bo'shab, keyin bemalol bular bilan uchrashaman degan. O'shaning uchun Otabek Jo'rayev hozir yolg'on informatsiya tashlayapti. Yaqiba Dilnur Komilov uni ustidan yozib bermoqchi, ili yozib berdi. Bu hammasi yolg'on, bo'xton informatsiya. Otabek Jo'rayev ommaga chiqib olib, yolg'on informatsiya tarqatishda bas qiling Jo'rajon. Bu yaxshi narsa emas, yaxshilik ko'p kelmaydi. Agar Dilnur Komilov rosti bilan ustingizdan yozib beradigan bo'lsa, rosti bilan katta xolangizga kirib ketasiz, o'sha yirtiq qoshingizni ushlab. Chunki siz meni kanalimda degan gaplaringizda zapisi, videolari hammasi turibdi. Bemalol ustingizdan yozib bersa, bemalol bir 20 haligi baravarmi, 120 baravarmi точно shtrafni olasiz. Ishonavering. Feruza opa buni позаботиться, короче. Keyin do'stlarim, bitta narsada o'sha blogerlar, o'sha Otabek Jo'rayev, Jahongir To'laganov va boshqa o'sha yurgan blogerlarga bitta narsa demoqchiman. Sizlar Feruza opani teginmasalaring, o'sha Feruza Jo'rabekovani teginmasalaring, Feruza Jo'rabekovdan sizlar teginmaydi.
ishton deysizlar, u deysizlar, bu deysizlar. Prosta shu ayolda teginmanglar. Kuchlaring yetmadi. Ming masalan, bayli urushlarni chekkaga suraylik. Mana Shuhrat Musayev aytganday, urush qilamiz va hokazo, keyin yigitchilikda kelishib ketamiz. To'g'ri, erkakchilikda kelishib ketish bu 100% narsa. Lekin ayol kishi bilan tortishlaring, ayol kishi sizlarni yedirib qo'ydi. Prosta kuchlaring yetmadi. Borolmadilaring ham, hech nima qila olmadilaring. Qo'ylar o'zlaringda bo'lib qo'yaveringlar. Nima qilasizlar Firuz opani beka qo'yishib? Firuz opa sizlar Firuz opani gapirasizlar, Firuz opa sizlarni gapiradi. O'zi mana shu tema o'lganiga 2 oy bo'layotdi. Yana Otabek Jo'rayev boshladi, u qildi, bu qildi, yana urushni boshqatdan boshlab olalaring. Hozir yana o'sha men qo'shilib qoldim bu yerga. Yana Shuhrat Musayev qo'shilib qoldi bu yerga. Firuz opa, Dilnur va hokazo. Dilnur Komilov endi uchrashaman degan, lekin men bitta narsaga men qarshiman. Rosti bilan qarshiman, chunki Otabek Jo'rayevda 8 ta farzandi bor, Dilnur Komilovda ham 1-2 tami bolalari bor do'stlarim. Haligi Dilnur Komilov aytganday, urib, pichoq tiqib va hokazo bunaqa ishlaringni qilmanglar. Yoshlaring bir joyga yetib qolgan. O'sha Dilnur Komilovda ham, Otabek Jo'rayevda ham yoshlaring bir joyga yetib qolgan. Ja ichlaringda jajdalaring bo'lsa, raz bir-birlaring bilan uchrashmoqchi bo'lsalaring, bitta kafega borib o'tirib, mana 100ma-100 gaplashib bo'linglar. Mana 100ma-100 gaplashib olinglar. Shu bilan qutulib qolaveringlar. Chunki hozir zamon nozik, bolalarni katta qilish ham qiyin do'stlarim. Hozir bir-biringga biror narsa qilib qo'ysang, haligi Otabek aytadi, men deydi buni oyoq qo'lini sindirib yuboraman deydi. Dilnur aka aytadiki, men bunga pichoq tiqaman deydi. Bu ishlaring noto'g'ri. Absolyutno noto'g'ri. Bu narsaga men zay emasman. Agar avval xudo ko'rishmay qo'yaveringlar. Chunki sizlar unaqa urvinda emaslarda, mana Shuhrat Musayev sizlar bilan urush qilib, kelib bemalol sizlar bilan gaplashib ketdi. Sizlar unaqa urvinda emaslarda, sizlar bir detskiy ponyatga, haligi urush qilishlaring kerak, bir miyalaring yo'q, rivojlanmay qolgansizlar. Bittang burgut, bittang sher, bittang bo'ri, qo'y paymish hayvonsizlarda, qarochi. O'shaning uchun haligi qo'yinglar. Uchrashganlaringda ham mana shunday chiroyli salomalik qilib qo'yib qo'yaveringlar. Yana bir-biringda bir-biringda o'ldir, senlarni balonga men ham qolib ketmay, onasi demsin, senlarni ananga men ham tiqilib qolganman, onasi demsin. Ya naqo obunachilarim menga keragi bor, bular bir-birini bittasi pichoq tiqaman deydi, bittasi oyoq qo'lini sindiraman deydi. Naqo menga kerak, bu tarafdan ham bu tarafdan menga minus. O'shaning uchun qo'yinglar. Agar gaplasha oladigan bo'lsalaring uchrashinglar. Agar yo'q, gaplasha olmaymiz desalaring, telefonda gaplashib qo'yinglar. Bir-biringga qarshi efir qilishni ham asta bas qilaver. U sizlarni urushlaring qizig'i ham qolmadi. O'zi men masalan shaxsan ko'rmayman. Men Dilnur Komilovda 3 oy 4 oydan beri umuman ko'rmayman do'stlarim. Menga Otabek Jo'rayev telefon qilyapti. Dilnur terpiralik qilmoqchi, men ustimdan yozib bermoqchi dedi. Keyin qiziqib Dilnur Komilovda ko'rdim. Rostman efiri zo'r bergan ekan. So'kib tashagan, mandon deb so'kib tashagan, lekin o'sha yerda ham o'sha oilasini gapiryapti. Kerak emas do'stlarim, yoshlik qilmanglar. Jahongir To'laganovga respekt, lekin shu bolani ming so'kinamiz va hokazo qilamiz, borib Shuhrat Musayev bilan masalan urush qilib va shang'illab, haligi shalloqlik qilgani yo'q. Yo'q, tan olish kerak-da buni bolalar. Shalloqlik qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri salomalik qilib, to'g'ridan-to'g'ri gaplashib oldi. Bu erkakning ishi bu do'stlarim. Xuddi shunaqa agar qila olsalaringina uchrashinglar. U kerak emas sizlarni bu yerga bittang pichoq urishing, bittangda oyog'ingda sindirishi, keyin yana meni gruppamga kelasizlar, yana sizlarni obunachilaring bir-birini boshini yeydi, yana YouTube qurolini boshi og'rib yuradi. Menga naqi kerak emas. Men temam mana shuncha. Men baloga qolib ketaman-da, unisi ham men bilan chiqarib, unisi ham men bilan chiqarib kashlab yotibdi. Tavba qildim. Shunaqa gap. Mana shunday ijtimoiy tarmoqda olib chiqinglar. To'g'ri yoritinglar, biz zamiz, noto'g'ri haligi gapirmasdan to'g'ri o'sha sudda bo'lgan narsa voqeani to'g'ridan-to'g'ri qaytaraman. Sirojiddin mediani ushlash jarayonida ichki ishlar tarafidan qandaydir noqonuniy narsalar bo'lsa, albatta bunga vнимание qaratish kerak, albatta tergov o'tkazish kerak, albatta ularni tekshirish kerak. Qayerda xato qilgan, nima xato qilgan, qanaqa ordersiz va hokazo shu narsalarni to'g'ri tekshirib chiqish kerak. Ichki tekshiruv deyiladi buni. Tekshirib chiqish kerak, chunki noto'g'ri ish qilgan bo'lishi mumkin do'stlarim. Bu 100% narsa. Lekin bu degani, даже tergov bo'lsa ham o'sha Sirojiddin mediani qo'yib yormaydi do'stlarim. Eltuz bilan, Geytuz bilan, o'sha bobojonlar bilan bu gaplashib qo'ygan. Namoz Normo'min, o'sha Abdulmo'minlar bilan Sirojiddin media gaplashgan zapislari bor. Ular esa vatan xoinlari.
o'sha O'zbekistonda kufr diyor degan, kofirlar yashaydi degan, vaho, kazo, haligi LGBT parad qilishmoqchi bo'lgan va O'zbekistonda do'stlarim Toshkentda bir 5-6 marta parad qilmoqchi bo'ldi. O'sha Shuhrat Musayev, Nasim Xolov, o'sha Abror Muxtor Ali, o'shalar shu LGBTni gay paradlarni qarochi qaytarib qo'lishdi do'stlarim. Agar bular bo'lmaganda edi, rostdan Toshkentda bular shunaqa paradlar qilaverishardi. O'shanaqa gaplar do'stlarim, bu narsalarni tan olish kerak. Ras ular bilan gaplashyaptimi, endi qonun oldida javob beradi. Men ham sizlarga o'xshab bugun rahmim kelib ketdi. Opasi yig'lab bordi-da, meni bari jigarda baribir. Opasi haligi bizga hech nima kerak emas, hech kimga shikoyat ham qilish niyatimiz yo'q. Chesta Sirojiddinni qo'yib yuborsa bo'ldi, deyapti. Endi men uni odam sifatida tushundim. Yig'lab bordi, vobshe men o'zim ham g'alati bo'lib ketdim do'stlarim. Endi opasidan nima qilsa ham, mana 5 martadan beri sudga boribdimi, 6 martadan beri sudga boryapti. Nimaga 131 ning ishmaydi bular. Hozir unga ham qaytamiz. 5 marta 6 martadan beri sudga boryapti. Biron kishini yomon gapirmayapti opasi. Opasiga respekt. O'sha Sirojiddin Mediani opasi malades. Haligi o'sha Jahongir To'laganov ham bir nima demoqchi edi, sirasi to'xtatib qoldi. Sirojiddin Mediani opasiga malades. Rosti bilan qalban haligi juda rahim kelib ketdi yig'lab o'rganiga. Men ham xohlardim do'stlarim, Sirojiddin Mediani agar o'sha imindan ichki ishlar yozgan narsa bilan agar bo'lsa, agar uni chiqarib o'rishsin. To'g'ri, chunki yerda xatoliklar bilan ushlagan bo'lsa, u dalil hisoblanmaydi. Lekin Sirojiddin Mediani sizlarga ko'rsatilmayotgan orqa tarafi ham, orqa fondi ham bor-da. Любой telefonda do'stlarim, oldi bor telefonda orqasi ham bor. O'shaning uchun orqadan qaraydigan bo'lsak, do'stlarim, Sirojiddin Media juda katta xatolarni qildi. U xatolarni men ham bilardim, u xatolarni Abror Muxtor Ali ham bilardi. Biz Sirojiddin Mediaga aytdik. O'sha kuni bu ichib olib Abror Muxtor Aliga bir narsalar deb tashadi. Ertasi kun efir ham qildi. O'sha kuni ertasi kun efir qilib, uzr so'rab, haligi kompromatlarni yig'ib, ana o gay tuzlarga qarshi, o'sha Normomin, Abdulmominlarga qarshi yig'ib, ichki ishlarga borib, mana unday deb bir ikkita uchta informatsiya berganda edi, o'shanda bu o'zini oqlay olar edi. Nima desa, ha, men mana shuncha dalil berdim, mana isbot berdim deb Sirojiddin Media o'zini oqlay olar edi. Bu narsani men taklif ham qildim o'sha yerda. Sirojiddin, Normominlar, ular vatanxo'yinlari, ular baribir seni sotadi. O'sha yerda haligi Abror Muxtor Ali ham aytdi, qanaqadir sen nimalar bilan yurasan dedi, ular seni sotadi, orqangdan hech nima qilisha olmaydi dedi. Prosta Sirojiddin Media quloq solgisi kelmadi. Bu narsalarni men qildim, meni vijdonim haligi nima yoriq, o'sha Sirojiddin Mediani oilasini ham oldida, o'sha opasini ham oldida. Abror Muxtor Alini ham vijdoni toza. Chunki biz shu narsalarni qildik, aytdik, "Ey bola, ko'zingni och" dedik. "Ey bola, bu narsalarni qilma" dedik. Daja ana bu itti bolasi qamalib ketdi-ku, Otabek Hamidov. Otabek Hamidovga ham biz qancha shans berdik? Otabek Hamidovga men millionta shans berib yubordim. "Ko'tingni qilsa, cho'chqa" dedim. "Cho'chqa men bilan o'ynashma, qamalib ketasan" dedim. Eng qizig'i men bilan o'ynashgani ham mayli, men o'g'il bo'laman men. Abror Muxtor Ali o'sha haligi Dilnur Komilov, haligi Feruza Jo'rabekovni aylantirib har xilcha gaplarni qilaverdi, provokatsiya. Haligi Abror Muxtor Alining oilasiga yopishib oldi, Feruza Jo'rabekovning oilasiga yopishib oldi. Oqibat nima bo'ldi? Birovda oilasini kamsitaman, birovda oilasini sharmanda qilaman deb o'zi mana qamalib ketgan. It bundan xabar olmaydi. Otabek Hamidov itga ham hozir kerak emas. Buni hozir o'zi ham tushunib o'tiribdi. O'sha men bunga aytdim, seni orqangdan it ham bormaydi. O'z Sirojda orqasidan borishi mumkin. Sirojda как ни крути 1 milliondan ortiq auditoriyasi bor. Sendachi 40 mingta dalbeb obunaching bormi? 40 mingta obunachingdan 20 mingta obunaching meni muxlislarim. Qani bu dalbeb Timur akaga qanaqa tweet berar ekan deb kirib o'tirishadi, tomosha qilib o'tirishardi. Haqiqat bu. O'sha Sirojiddin Mediani ham eslaringda bo'lsa, oxirgi auditoriyasi birdaniga 40 mingtaga ko'tarildi. 40 mingta meni muxlisim o'tib, qani Siroj Timurga qanaqa javob berar ekan? Chunki meni muxlislarim kayf qiladi-da, haligi kim Timurga bas kela olar ekan, kim Timur bilan teng kela olar ekan deb ular stavka qilib o'tirishadi. Bu haqiqat bu do'stlarim. O'shaning uchun o'zlaringni hayvon bilan teng qilishdan ko'ra, o'zlaringni hayvonlar bilan taqqoslashdan ko'ra bir marta odam bo'linglar, masjidga boringlar, namoz o'qinglar. O'sha kuni Otabek Hamidovning onasining oldiga borganda, men masalan haligi nimani ham bilasizlar, ko'p narsalar gapirmay o'tib ketaman-ku, lekin o'sha To'laganovda ham vijdon bor. Rosti bilan bor. O'sha Otabek Jo'rayev bilan Jahongir To'laganov Otabek Hamidovning uyiga borganda, onasi bir balo deb gapirganda, To'laganov o'sha yerda yig'lab bordi do'stlarim. Vijdoni bor, kamgina vijdoni bor. Endi Feruza opa bilan nimadir chiqishmay qolgan,
Firuz opani sotib qo'yganmi, kidak qilib o'rganmi, Firuz opaga bir balo qilib qo'yganmi bola? Firuz opadan kechirim so'ra olmaydi-da-yu, Firuz opaga o'sha provokatsiya qilib o'zini itlaridan, o'sha Otabek Hamidov bu haligi To'laganovning iti edi o'zi. Yugurdagi edi. Eslaringdami? Sizlar kimsizlar desa, dalbeb otini bilmasdan orqani kirsityapti, antikorrupsiya. Jindida prosta bular, jindi. Do'stlarim, men xursandman, rosa xursandman, haligi yaxshilik bilan ko'p narsalar tugab ketyapti. O'sha Otabek Jo'rayev ham Abror Muxtoralini erkak deb gapirishni boshlabdi, lekin Abror Muxtorali bugun Otabek Jo'rayevni deganicha dedi lekin. Abror Muxtorali endi o'zini pozitsiyasi bilan boradi. Abror Muxtoralining aqli kuchli do'stlarim. Ilmi ham kuchli, aqli ham kuchli, dayuslarni, vatan xoinlarini pachkalab ko'rganda do'stlarim. Bitta ikkita emas, pachkalab. O'sha yaqinda ham o'sha haromilar bilan suhbat qildi, ana o'zidan musulmon yasab olgan terrorchilar bilan suhbat qilganda ham ularni ham rosa itarib o'ynadi. Tushunyapsizlarmi? Hammasi keladi, o'zlaridan arabiyasi aytdi-yu, lekin arabchani bilmaydi. Arabcha savol-javobni bilmaydi. Bittasi arabcha gapirma, turkcha gapir deydi-da-yu, gaplashish jarayonida har bitta og'izdan chiqqan gapi arabcha bo'lib chiqib kelyapti. Tushunyapsizlarmi? Prosta bu ilm bo'yicha kuchli inson. Abror Muxtorali bilan tortishishda foydasi yo'q deb o'ylayman. Bularga nasihatim, tortishmanglar. Dayus bo'ldilaring, kofir bo'ldilaring, munofiq bo'ldilaring. Shuncha narsa sizlarga kerak edi. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqda urush qilamiz, shov qilamiz, to'polon qilamiz u endi bolalaring ham katta bo'lyapti-da. Bolalaring katta bo'lyapti. Ertaga maktabda bu ijtimoiy tarmoqda kuch katta. Kuchi slishkam katta do'stlarim. Ba'zi bir insonlarni, haligi osmonda ushab turgan insonlarni nevarasi orqali yig'latib o'rganman-da do'stlarim. Shunday men bitta efirchani qilganman, nevaralari maktabdan yig'lab kelgan. Ertaga sizlarning bolalaring ham maktabdan yig'lab kelishi mumkin. Qo'yinglar, bu domla bilan tortishmanglar. Xo'p deylar, o'tib ketaveringlar. Men ham masalan to'g'ri tanqid qilinglar. To'g'ri bo'lsa, konkret, masalan, Abror Muxtorali mana shu joyda xato qilgan bo'lsa, mana shu xatosini chotki qilib keltirib qo'yib, dalili bilan, isboti bilan, fakti bilan keltirib qo'ysalaring, u tanqidni любой kishi qabul qiladi. O'sha eslaringda bo'lsa, o'sha pul masalasida, haligi elektron pullar masalasida Abror Muxtorali noto'g'ri gapirdi. Men aytdim, Abror Muxtorali noto'g'ri gapiryapti dedim. Chunki realni bu narsani gapirish kerak. Lekin sizlarga o'xshab, voy domla u qildi. O'zini oilasi bilan nima ishing bor? Sen birovning oilasi bilan nima ishing bor? U Abror Muxtoralini biladimi, Timur Rais Show biladimi, Shuhrat Musayev biladimi? Bitta gapni gapiryaptimi? Sen o'sha gapiga noto'g'riligini dalil, isbot, faktini keltir. U oilani gapirishma, oilani osilma. Biz senlarni ahamiyat ber, aksariyat senlarni oilangga osilmaymiz. Lekin senlar o'zlaring oilangni o'zlaring olib chiqasizlar. Siz dayusda bular obunachilarim. So'kinmayman, gapirman deyman, baribir dayuslikka haligi o'zlarini olib borib qo'yadi. Do'stlarim, yarmi hazil, yarmi chin Sirojiddin Mediani 11-avgustda sudi bo'lar ekan. Plus minus borib qolishi mumkin obunachilarim. O'sha Jizzax viloyatiga Sirojiddin Mediani sudiga plus minus borib qolishi mumkin. Va menga qo'shilib Firuz opa ham borishi mumkin, Dilnur Komilov borishi mumkin, Abror Muxtorali borib qolishi mumkin. Endi variant har xilcha bo'lishi mumkin. O'shalar uchun bu sudni ko'ramiz do'stlarim, juda ham dahshat bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina haligi gazetsalar qimmat deb ketadi. Bilasizlarki, Timur Ayshow YouTube quroli do'stlarim, men borsam Jizzaxga kamida 10 mingta odam chista Timur Ayshowni ko'rgani kelishadi. Chunki men komiklardan ham taniqliman, artistlardan ham taniqliman. Butun O'zbekiston meni tomosha qiladi do'stlarim. Endi ko'ramiz, vaziyatga qarab 50 sudiga borishim mumkin do'stlarim. Vaziyatga qarab, Gulirano Qosimova yana yo'birlaring ko'tarib kelma. U yerda shuncha muxlisim biladi, ta'sir qilmaydi. Voy, tavba qildim, nima qilyapti chindi. Men efirdaman, menga telefon qilishyapti. Xullas qalam shunaqa gaplar obunachilarim. Savollaring bo'lsa, endi o'qiyman. Ba'zi bir obunachilarim o'qimayapsiz deb xafa bo'lishyapti ekan. Obunachilarim, men o'zimda fikrimda to'liq, ochiq, oydin fikrimni bildirgan chiqaman. Meni asosiy ishim bu yerda kommentariy o'qish emas. Men sizlarni kuldirishim kerak. Haqiqatni shunaqa qilib yetkazishim kerak. Sizlar kulishlaring kerak, xursand bo'lishlaring kerak. Haligi bir kayfiyatlaring ko'tarilsin obunachilarim. So'kinishda Timur Ayshow asosida yig'ishtiradi, hurmatli obunachilarim. Tanqid qilaman, albatta, haqiqiy tanqidlar bo'laveradi do'stlarim. So'kinishda aksariyat yig'ishtirmoqchiman, chunki mana bu jindilar ham sal o'ziga kelib qopti. O'sha To'laganov ham, Otabegi ham, o'sha G'ayrat Do'stov ham, boshqasi ham. Keyin G'ayrat Do'stov, yana bir marta qaytaraman.
Bolalaringni ko'tarib yuribsan. Bolalaring bechora cho'pak. Ularga bir ovqat yedir, ha deb kola ichirib, konfet bermasdan, ularga bir ovqat go'sht yedir. O'zing qorinni mamda qilib qo'yib qo'ygansan. Keyin g'ayrat do'stim, senga men oxirgi marta aytaman. Oxirgi marta eslab qo'y. Ichki ishlarda yomonlashni bas qilgin sen. Tushunyapsanmi? Sendaqa insonlarda dastidan odamlarda ichki ishlarga nisbatan noto'g'ri fikrlar tug'ilyapti. Ichki ishlar hammasi yomon degani emas. Bitta ikkita dalbo'pi degani butun sistema yomon degani emas. O'sha prokuraturasida ham, sudida ham, ichki ishlarda ham bor, yo'q emas, bir ikkita dalbo'plar bor. Lekin sen hammani yomonlab o'ryapsan. Bugun ham o'sha nimada o'zim men so'kish niyatim yo'q. O'sha yerda ham ichki ishlarni tanqid qilib o'tib ketyapsan. Sen o'zing bir yugurdak bo'lasan. Sen o'sha blogerlarga yig'lab yurasan, o'sha content qilaylik, trash content qilaylik, bir show bo'lsin, bir ikki so'm pul yig'aylik deb bir sadaqa qo'yib bo'lasan, g'ayrat do'stim. Qo'y, nerimda chiqarma. Ichki ishlarga haligi osilib, ichki ishlarda yomonlash bilan ovora bo'lma. Seni ham, sendan zo'rini ham kuchi yetmaydi. Mana shuncha bloger bo'ldilaring, qamalib ham mana ketyapsizlar. Yana qolganlaring ham qamalasan. Lekin ichki ishlar yomon bo'lib qolgani yo'q. Voy, seni bolang ham och, Timur Tojikistonda dedi. 17 yoshimda Rossiyaga kelganman. Shu yerda uylanganman, bolalarim qo'ynimda, bolalarimni xavotirini olma. Tojikistonda men hech nimam yo'q. Hattoki uyim ham yo'q. Agar qo'yin bo'lsa, uni qamaladi. 11-da deyapti, Sirojiddin mediaga, men sizlarga nima qilmoqchi emasman, 100% qamaladi. Farrosh direktor nima ish qilyapti bilsang ayt Timur. Undan xabarim yo'q do'stlarim, albatta qiziqib ko'raman. Nima ish qilyapti, nima qo'yapti, albatta qiziqib qo'yaman. Lekin Farrosh o'sha Gulirano Qosimova haligi MIT xodimlariga bosim qildi. Haligi meni o'sha Akmal Xo'jayev bilan o'sha Jasurmad o'sha boladan meni pullarimni o'ndirib ber debdi. Haligi MIT xodimlari Gulirano Qosimovanikini yalab qo'yib bularga bosim qilmoqchi bo'pti. O'sha Akmal Xo'jayevning otasining mazasi yo'q ekan bilishimcha. Keyin Akmal Xo'jayevning opasi oyiga 1 milliondan qilib beramiz deb gapirganday bo'pti. Bu narsalarni men hali chuqur o'rganganim yo'q. Galasovoylarda eshitdim, bir ikkita ma'lumotlar keldi. Gulirano Qosimova. Qara, mana bu blogerlarni mana so'kmasdan kelishib olaman. Qarada qanchalik men aqlli bo'laman. O'sha Otabek Jo'rayeving bilan ham kelishib oldim, bularning bilan ham kelishib olaman. Lekin sen bilan kelishmasligim mumkin, Gulirano Qosimova. Imina sen bilan kelishmasligim mumkin. Imina o'sha soliqchi bilan, sobiq soliqchi bilan, seni yobiring bilan kelishmasligim mumkin. Seni prokuror yo'birlaring bilan, o sudya xolalaring bor, tog'alaring bor, ular bilan kelishmay qolishim mumkin. Keyin Gulirano Qosimova aqlingni joyiga qo'yib, har xilcha provokatsion ishlarni qilib yurma. Qonuniy biron bir talab qiladigan narsang bo'lsa, ana Akmal Xo'jayev turmada. Xohlagan narsangni talab qil. 500 mingmi oylik olyapti. O'sha 500 mingdan 50 ga 50, 250 ming oyiga olgindayu mazangni qilib yuraver. Boshda o'rotma. Gulirano Qosimova aytib qo'yay. Men bilan kelisholmay qolishing mumkin. O'shanda keyin boshlaringni juda og'ritaman. Meni bilasanki, seni men so'kish men uchun sharaf. Sendaqa fohshalarni, haligi qancha gitlarni so'kib, seni eringga o'xshagan daislarni so'kish, o'sha soliqchi ham daisni so'kish men uchun sharaf. Qo'y o'zingda bilib qo'yaver Gulirano Qosimova, tilimni qichitma. Men yana qaytaraman. Ko'rding mana blogerlar biz kelishib olamiz. Biz juda aqllimizda. Shovni qilamiz, to'poloyni qilamiz, soqqani yig'amiz. Lekin imminna haligi yo'limdan chiqib qoladigan bo'lsang, seni Jahongir To'laganov tarafingda olmaydi. Otabek Jo'rayev sen tarafingda olmaydi. Sirojiddin ololmaydi. Otabek Hamidov ololmaydi. Kimga yugurasan? Kimga? O'zing chiqasanmi? Kamerani yoqib, meni muxlislarim seni ko'ttaningni yorib tashlaydi-ku. 1 sekundda negativ ko'rasan. 10 mingta odam senga tinmasdan onayni palon qilay deb yozadi. Hech nima qo'lingdan kelmaydi. O'shaning uchun Gulirano Qosimova menga kelgan ma'lumotlarga ko'ra ko'tingni qiz, ishonaver. Men o'ynashib o'tirmayman. Ko'rding, 1 gram o'ynashmayman. Jahlim chiqqanda ba'zi bir narsalarni gapirib boraman. Ana Jahongir To'laganovga maslahatim, jak bloger sifatida o'sha gay tuzlar, el tuzlarga qarshi konkretna kompromatni yig'ib turavering. Ashnam tepadan kelgan ma'lumotlarga ko'ra xayrlashamiz yaqinda. Aytgancha keyingi sudga borgunimcha Jahongir To'laganov yana qamalib ketib qolmagan, oshno hacha bir ko'rishib olaylik bir. Hacha bitta ko'rishib olaylik. Keyingi sudga boraman. Ungacha qamalib ketib qolmagan. Keyin yana men xafa bo'lib,
bilet qaytarib yuborishi mumkin. Jahongir To'laganov qamalib ketdi. Endi men kimni oldiga boraman deb. Otabek Jo'rayev bilan men har kuni gaplashaman-da, u yuzidan bezorman, basharasidan bezorman, ishonaveringlar. Men Jahongir To'laganovni ko'rgan o'zi aksariyat bormoqchiman. Keyin ana u Sirojiddin Mediani ham basharasini ko'rgani bormoqchiman. Sirojiddin men senga aytdim-a, Dalboyev demoqchiman o'sha yerda, sud zalida. O'shaning uchun men borguncha qamalib ketib qolman. Jahongir To'laganov aytib qo'yay. Prosta aytib biladimi, ichki ishlarga ham poxuyda biladi. Timur kelyapti, sroshnam uni qamab yuboraylik degani ketib qolmas onasizga. Jahongir To'laganov Geytuzga, Eltuzga, Normamin, Abdulmomin, Komil Insonbul, keyin ana Komil ana Dalboyev o'shalarga qarshi kompromatingni yig'ib qo'yaver. Aytib qo'yay, men hazillashganim yo'q. Men umuman hazillashganim yo'q. 100% men senga aytyapman. Dilnur Komilov ham bekorga kelgani yo'q. U efirda bilasanmi nima deyapti? Informatsiyalarni o'sha Feruzopa ko'rsatganda, o'shanga duxu baland bo'lib turib, men seni qamamaguncha ketmayman deyapti. Значит, bir haftadan keyin ketmoqchi Dilnur Komilov. Otabek Jo'rayev menimcha uchrasholmay qoladi. Chunki bittasini bularni qamataman, keyin ketaman. Bu bir haftaning ichida bular qamalish kerak. Chunki ana nima? Xurshid Shonazarov. Senga ham sen bo'laka bir futbolka sotib ol, bir kattaroq futbolka sotib ol, bir g'alatimisan seni. Shu Xurshid Shonazarovning dadasi bo'lsa, onasi bo'lsa, bolalaringga bir futbolka beringlar, bir king size, bir kattaroq futbolka. Uyolmaysizlarmi? Bolalaring ijtimoiy tarmoqqa chiqadi, ko'kraklari ayolning ko'kragidan katta-da. Uyatmaysizlarmi? Salgina orlaring, nomuslaring yo'qmi? Yoki shunchalik harom luqma yeyverib, o'sha orga ham urib qo'ygansizlar, borga ham urib qo'yganmisizlar? Sal bir kattaroq futbolka olib, bunday bir nima qilib yurgin, bir erkakka o'xshab yuray, Shonazarov. Yaqinda seni ham qamaymiz. Rostagina ariqlaysan. Ishon. Xurshid Shonazarov, men senga lavz beramanki, sen qamalgan kuningdan 2 oy ichida men seni cho'pak qilaman. Shunaqa sportivni qilaman, g'ishlarni shunaqa toshiysan-ku, hayot ko'rib maza ko'radi. Seni ko'rganlar qachon deb o'ylaydi. Ishonaver. Shonazarov, shu narsa seni yaqinda kutyapti. Hozir mana o akalaringni qamatib olaylik, keyin senga ham ochirib keladi. Shunaqa gaplar do'stlarim, hurmatli obunachilarim, bular ketadi 100%. Men aytdim bularga, o'ynashmanglar. Lekin o'zlaringga kompromat yig'averinglar. O'sha Normamin, Komil, o'shalarga qarshi kompromat yig'averinglar. Chunki ertaga qamalayotgan paytlaringga mana unday dalillarim bor desalaring, masalan 35 yil maso 5 yil o'tirasan, yoki 15 yil maso bir 3 yil o'tirasan, yoki может быть повезет uy qamog'i. Ana o Sirojiddin Mediaga uy qamog'i deyishyapti. Do'stlarim, uy qamog'i Sirojiddin Mediaga berilmasa kerak, chunki aytayapman, yana qaytaraman. Vatan xoinlari bilan ish qilmanglar do'stlarim. Har qanday yetimchalarga pul tashamanglar, gaplashmanglar do'stlarim. Chet elda, ayniqsa Arabiston davlatidagi insonlar bilan Telegram, WhatsAppda gaplashmanglar. Ular borku. Sizlar bilan gaplashib, sizlarni screenshot qilib ichki ishlarga, O'zbekistonda ichki ishlarga sizlarni tashab beradi. Keyin O'zbekistonda ichki ishlari ularni hech nima qila olmaydi, lekin seni onangga tiqadi. Tushunyapsanmi? Ular seni sotadi. Ili bo'lmasa $10,000 bermasang, ichki ishlarga sotaman seni informatsiyang deydi. Majbur onangni sotib bilsa ham keyin berishingga to'g'ri keladi. Kafolat bormi, sen unga $10,000 berding, ertaga yana $10,000 so'ramaslikka. Как положено so'raydi. O'shaning uchun chetdagilarga ishonib, musulmonchilik deb qaligi nima qilib ketavermanglar. Ayniqsa O'zbekistonda domlalarga haqorat qilmanglar, domlalarni so'kmanglar. Biron kishi so'kyaptimi, haqorat qilyaptimi? Значит, ular o'sha kofirlar bilan ishlaydi. G'ayridinlar bilan, o'sha Arabistonda bir haromlarga bilan ishlashadi. O'sha O'zbekistonda kufr diyor deyshadi. O'zbekistonda yamonlash, demokratiyani ko'rolmas bilan haromi, itvachchalar. Ana, uni qara. Sen ablah emas. Sen o'sha ablah bo'lib bo'lgansan. Sen o'sha vatan xoinlarini eshitib o'tirasan. O'shaning uchun mana yoqqa gapirayotgan gapim haqiqat ko'taning yonib ketyapti. To'g'ri do'stlarim, ekranga ikkita urib qo'yamiz, like'larni banglatib bosamiz. Agar yanaga seshanba agar boraydigan bo'lsam, o'sha Sirojiddin Mediani sudiga do'stlarim, albatta Jizzaxga bo'ladi. Rosa shov bo'lib ketadi, ishonaveringlar, shov-chuv bo'lib ketadi do'stlarim. Bir kun oldin, 2 oldin muxlislarim aytib qo'yadi, talpa bo'lib ketamiz shu yerda, ishonaveringlar. Otabek Jo'rayev men borsam lekin bormasa kerak. Chunki meni muxlislarim bilar Otabek Jo'rayev hammasi ichki ishlar onasi debsin. Otabek Jo'rayev ichki ishlarni ko'rsa qosh qimillaydi. Qoshlari qimillab turadi, tavba qildim. Tavba qildim, astag'firulloh. Kulgim kelgan joyi shuda, tavba qildim. Faqatda men e'tibor beraman. Ana u Dalboyev ham Hamidov biz shermiz deyardi. Do'stlarim, bas kelinglar. Sizlar insonsizlar.
Tavba qilib otomatodan tarqalgansizlar, do'stlarim. Alloh sizlarni inson qilib yaratgan. İnson bir to'lgansizlar, ota-onalaring farzand ko'rdim degan. Men sher ko'rdim, bo'ri ko'rdim, burgut ko'rdim, papugay ko'rdim demagan. Hayvon ko'rdim demagan. O'zlaringni taqqoslamanglar. Qachon sizlar bunday aql doirasida o'sasizlar? Qachon bunday sal rivojlanish bo'ladi? Hayotda farzandlaringni, nevaralaringni hayvon bilan taqqoslamanglar do'stlarim. Alloh taolo bizni odam qilib yaratgan do'stlarim. Daislar, duolaring ham, kufsuflaring ham menga o'tmaydi. Avror domla aytganda bitta duoni kufsuf qilib ichaverman-ku, hammasi silliq. Yana chiqib olaman itga. Yana daislarni so'kib o'tiraman. Bu daislarni so'kaveradi. Vazir. Nima? Borsangiz ko'rmadim. Yo do'stlarim, men borsam meni muxlisim ko'p, meni auditoriyam rosa katta do'stlarim. Men borsam, men prosta qo'rqyapmanki, haligi Sirojiddin mana bu daislar haligi mana Sirojda orqasidan hattoki YouTube qiroli keldi, mana shuncha xalq keldi deb bular maqtanishi mumkin-da. Men shundan qo'rqaman do'stlarim, chunki men yurgan qadamim shov do'stlarim. Yurgan qadamim to'polon janjal shov bo'ladi. Men borsam bu o'sha sud mahallasining ko'chasiga odam sig'may qoladi, ishonasizlarmi? Odam sig'may qoladi. Sudyalarning o'zi ham zalga kira olmay qoladi. Shunchalik odam ko'payib ketadi. Chunki men Timur Rais showman do'stlarim. Daislarni yomon ko'radigan har ikkinchi odam, har birinchi odam do'stlarim daislarni yomon ko'radi. Timur Rais showda odamlar qishloq mahallasi bilan yaxshi ko'radi. Men muxlislarim aytadi, butun mahalla bilan sizni tomosha qilamiz deydi. Faraz qilyapsizlarmi? Butun mahalla daisga qarshi. Nima deb o'ylaysizlar? O'sha sud bo'layotgan mahallada daislarni yoqtirmaydigan odamlar kammi? Galboy ko't, pidaras, fohishalarni yoqtirmaydiganlar kammi? Tushunyapsizlarmi do'stlarim? Men shunaqa narsadan qo'rqaman. O'sha o'tgan dafar ham Gulerani Qosimani sudiga birovga borib kelmoqchi edim, 1-2 kunga. O'shanda menga telefon qilishib, Timur aka kelmang, iltimos, bu o'zi mana shu 200 ta odamingiz o'zi yetadi, bizni 500 ta odamingiz boshimizda o'rtyapsiz. Kelsiz, bu yerda hozir 10 ming ta, 20 ming ta bo'lib ketadi. Vaqti to'polon bo'lib ketadi deganiga men bormadim do'stlarim. Sirojiddinga borib qolishi mumkin, lekin 50-50. Tavba qildim. Xo'p, savollaring bo'lsa beringlar do'stlarim. Yaxshi kayfiyat bilan o'tkazdik efirda. Zo'r efir bo'ldi. Xursandchilik bo'ldi. Otash 19 minutlik videosini keltirib bersin. Do'stlarim, yo'q, u video yo'q. Otabek Jo'rayev o'sha odamlarni ushlash uchun shu narsani gapirdi. Siroj 100 yil 100 yil tavba qildim. 100 yil odam yashamaydi. O'zi 45 ga kirgan Timur. Olamiz. Molga pasportda do'stlarim, bu jindilik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu narsani ko'ryapman, prikol bo'lib ketyapti Instagramda. Molga pasport, mushukka. Endi it bilan mushukka pasport qilish bu narsa bor. Masalan, Rossiyada ham shunaqa narsa. O'zimga mana Shokirface mushugimda pasporti bor do'stlarim. Bu ham nima? Bir tarafdan xursand bo'linglar uy hayvonlariga do'stlarim, open budjetga ovoz topshirishadi. Ovozaliga yig'ib yurardilar-ku. Endi qarochi asfaltda kimni moli ko'p bo'lsa o'sha yetadi do'stlarim. Lekin men bitta narsaga tushunmayapman. Qo'ylarga ham olish kerak. O'sha pasportni yozib yuboringlar obunachilarim. Molda men masalan molga men qarshiman. Masalan bitta ikkita mol bo'lsa bu boshqa narsa. Fermalarda do'stlarim оборот katta-da. Оборот masalan har 6 oyga 5000 ta mol olib kelishadi, 5000 tani sotib, yana 5000 ta olib keladi. 5000 ta pasport qilib yurmaydi. Endi pasport ham biz o'ylagan pasport bo'lmasligi mumkin. Mumkin bitta obunachim aytayapti, nomer berib chiqadi. Shu nomerni yopishtirib chiqasan qilog'iga va hokazo. Agar bunaqa bo'lsa yaxshi. Lekin bu narsani hali chuqurroq o'rganishimiz kerak. Albatta pasport degan efir qilamiz do'stlar. Mumkin даже ertaga. Men ertaga o'sha yurist blogerlar bilan gaplashib, shu haqida bir aniqlik kiritay. Hozir men masalan bir balolar deb tashlasam, ertaga yerda boshqa narsa bo'lib chiqsa, men xalq oldiga yolg'onchi bo'lishdan qo'rqaman, obunachilarim. Bilasizlar, Timur Ayshow har doim oq-toq, qorani qora deydi. Pasport masalasida do'stlarim, o'zim ham tekshirib chiqay. Uy hayvonlari deganda itni nazarga tutishdimi, mushukni nazarga tutishgan bo'lsa, roziman. Yoki masalan noyob uy hayvonlari borda, kimdir ayiq boqadi, kimdir sher boqadi, kimdir burgut boqadi. Mumkin o'shalargadir. Bo'lishi mumkin. Lekin mol, qo'ylarga do'stlarim bu jindilik. Chunki har 6 oyda odamlar qo'y boqib, tug'dirib, haligi 6 oydan keyin sotadiganlar bor. Har 6 oyda pasport qilib yugurib yurmaydi-ku, 10 ming ta, 20 ming ta qo'yga jinda emas-ku odamlar. Aytishdi, bu qanaqa bo'ladi, keyin uni qanday?
Bu menimcha agar qo'yga ham bo'ladigan bo'lsa, buni atmay qilishadi tez orada do'stlarim, chunki bizda xalqimiz bu narsani ko'tarmaydi. Bu narsa Amerikada yo'q. Qanday O'zbekistonda bo'lishi mumkin? O'zi 3-qoloq davlat bo'lsa. Bu yaxshi narsa odamlar tushunmayapti. Yo, bitta ikkita mol uchun vaziyat boshqa deyapman. Do'stlarim, qaranglarda 5000 ta, 10000 ta qo'yi bor odamlar borda, har 6 oyda ularning qo'ylari tug'adi. Har 6 oyda, masalan, 10000 ta qo'ydan 5000 ta tug'ildi deylik. U 6 oy katta qiladi-da, keyin sotib yuboradi. 6 oydan keyin yana tug'iladi bularniki. Endi har 6 oyga 5000 ta, 5000 ta, 5000 ta pasport qilib yurmaydi-ku. Bu jindilik bu do'stlarim. Tushunyapsizlarmi? Bu mana shu masalalarda o'sha aytayapman-ku, yurist blogerlar bilan o'ylab chiqish kerak. Mumkin fermerlarga, mumkin o'sha tadbirkorlarga isключение bo'lar mumkin. Uy hayvon deganda kimda uyida masalan ko'p kishida bitta moli bor yoki ikkita moli bor, buni o'zlaring bilasizlar. Lekin fermerlarni olib tashlash kerak bu narsadan. Qozonda bor davno dedi. Qozonda go'sht bor. Otanga rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sport bilan shug'ullanasizmi? Yo faqat efirmi dedi. Begovoy daroshkam bor, gantelim bor. Bunkerimda trenirovka qilaman do'stlarim, bunkerimda. Yo, do'stlarim, Jahongir To'laganov bugun chiroyli gapirdi. O'sha ramkasida bo'lib gapirdi do'stlarim. O'shaning uchun ramkada turib gapirgan insonga men qanday tanqidlik beray? To'g'ri gapirgani uchunmi, madaniyatli gapirgani uchunmi? Do'stlarim, molga o'xshab gapirardi, ha, to'g'ri so'kardim. Lekin odamga o'xshab, burgutga o'xshab deylik, mayli, burgutga o'xshab gapirgani uchun so'kim kelmayapti. Mana bu kecha molada bugun burgut bo'ldi, erta odam bo'lib qolar. Timon super show bo'ldi. Rahmat. Qayerdansiz ukam? She'rdanman, YouTube'danman. Maqtanchoqmisiz? Albatta maqtanchoqman. Qaysi erkak maqtanchoq emas do'stlarim, jinnimisilar? U maqtanchoq emaslar, ular erkak emas do'stlarim. Jahongirni tarbiyaladik. Ha bor. Kamgina hissa qo'shgan bo'lsam, bor do'stlarim, kamda tarbiyaladik. Maqtanish do'stlarim erkak kishiga chiqarilgan. Biron narsaga erishasan, mana oq ko'ylagim bor deb maqtanasan. Chunki o'sha narsa borda maqtanasan. Endi shu narsa yo'q bo'lsa, yo'q, oq ko'ylagim bor desang, u ko't ishi bo'ladi. U maqtanish emas. Nilo Toshkent qani? Rahmatli opam o'tib qoldi. Infarkt bo'lib o'tib qoldi bechora. Surxondaryoni qayerdan? Kimga o'zatdi? Menga o'zatyapsizmi? Pastda nomerim bor. Mana 42. Aytgancha hurmatli obunachilarim, musofirda yurib, o'sha brigada bilasizlarmi? Musofirda yurganlar. Pullaringni ololmayotgan bo'lsalaring, ishlatib pullaringni bermayotgan bo'lsa, 500 mingdan tepa do'stlarim. Kimda 500 mingdan ortiq puli qolib ketgan bo'lsa, 1 million beradimi, 5 millionmi, 10 million Rossiyan puli beradimi, murojaat qilib pullaringni olib beramiz do'stlarim. Faqat haliga 50 ming, 60 mingdan telefon qilmanglar, bir ko'payib ketgan, lechkam to'lib ketgan, ishonaveringlar. Ya sizda bor aql. Akmalni taftishni yana Namanganga berilibdi. Ha, eshitdim bu narsani. Akmal Xo'jayevda o'sha taftish sudi Namangangami, Farg'onaga berilibdi. Undan norozi ekan, mazasi qochib qopti. Bu haqida ham do'stlarim erta o'sha batafsil davay ertaga shu haqida ana u uy hayvonlarini pasporti Akmal Xo'jayevda shu nimasini batafsil ertaga sizlarga tushuntirib beraman. Yetarli ma'lumotlarni yig'ib do'stlarim. Akmal Xo'jayevda ham mazasi sal qochib qopti. O'zi otasining ham mazasi yo'q edi. Tak, Siroj nega qamalyapti? Tushuntirib o'ring. Siroj Media vatan xoinlari bilan atnosheniyasi borligi uchun qamalyapti. Ularni ishini qilgan, ularni xizmatini qilgan, ularni prikazini bajargan. Ba'zi bir ular prikaz bergan, ba'zi bir ichki ishlar xodimlariga, ba'zi bir prokuratura xodimlariga pora bergan. Birinchi молодец, rahmat. Uspet qilmayapman. Ertalab qaysi vaqt efir? Men ertalab efir qilmayman. Men Moskva vaqti bilan soat 8 da, O'zbekiston vaqti bilan kechki payt soat 10 da efir qilaman. Bir vaqtda o'zida do'stlarim. 10 minut, 15 minut oldin boshlab yuborishim mumkin yoki bir 5-6 minut kech boshlab yuborishim mumkin. Telegram kanalim bor. Yerda obunachilarim bilan suhbat qilaman, yerda ham odamlar savol beradi, o'shalar bilan savol-javob qilib, sal qolib ketishim mumkin. Yoki bo'lmasa savol-javoblar tugagan bo'lsa, obunachilarim o'zi aytadi, shu 10 minut, 15 minut qolganda Timur aka ketdik, efir qo'ring, efirda boshlab beraylik, o'sha yerda mazza qilib o'tiraylik dedi.
O'shaning uchun mana bugun ham 15 minut oldinroq boshlab yubordim, chunki muxlislarim Timur aka YouTube'da mazza qilib tomosha qilaylik. Ular meni muxlisim do'stlarim. Timur Namanganlik boboy qani? Namanganlik boboy yo'qolib ketdi, bechora paparoza boboymi? Yo'qolib ketdi Namanganlik boboy. Lopez o'lib qoldimi? Qachon vafot etdi? Bir 2-3 kun bo'lyapti. Jahongir To'laganov nega qamalishi mumkin? Sababi nima? Aytayapman, do'stlarim, bir guruh blogerlar, 30 ga yaqin blogerlar, 30-35 ga yaqin blogerlar vatan xoinlari bilan atlashinasi bor. Bu narsani men 2 yil oldin ham aytdim do'stlarim, bugun ham aytaman, 1 yil oldin aytdim, 3 yil oldin aytdim do'stlarim. Bir guruh blogerlar o'zlaridan aqlli yasab olib, o'sha vatan xoinlariga xizmat qilib qo'ygan joyi bor. O'sha komil inson bo'l va hokazo, bular hammasi bitta do'stlarim. Hattoki bir-birini tanqid qilishi ham mumkin do'stlarim, lekin aksariyat bular bitta. Даже gruppasi bor bularda. Qanaqadir sher yurakmi, bir ko't yurakmi, qanaqadir bir yurak, bularning gruppasi ham bor deb eshitdim do'stlarim. Ichki ishlar polniroz xabari bor. Albatta bularni qonun oldiga bular uchun jazo muqarrar, bular qonun oldida javob beradi do'stlarim. Vatan xoinlar, Mixtoga adolat rais dedi. Umid aka Mixtoga ham chata kirmay qo'ydi haligi chatimizga. Jahongir To'laganov, do'stlarim, Jahongir To'laganov. Ana bu Otabek Jo'rayev bugun efirda noto'g'ri gapirib qo'ydi. Ba'zi bir endi Jahongir aspekti nazarga tutyapti. Ba'zi bir ofisiga borsak, haligi endi Firuzopani orqasiga bekinib oldi degandek gapirdi. Birinchidan Otabek Jo'rayev, sizlar to'g'ridan-to'g'ri gaplashgani bormagansizlar. Talpa bo'lib borgansizlar, urmoqchi bo'lgansizlar. Bu narsani eshitib qolib Firuzopa qo'shilib bordi aspektga. Firuzopani kelayotganini ko'rganlaringdan mingga qo'yib qochib ketdilaring. Bu haqiqat-ku. Haqiqatda gapiringlar, yolg'on gapirmanglar. Otabek Jo'rayev so'kib chiqaman oxiri. Shuhrat Musayevga provokatsiya qilishingizni o'zi yetadi sizda bir kurga aylantirgani. Timurga tashlaganini itaraman dedi. Menga kim tashlaydi? Timur. Yo do'stlarim, so'kinmasdan efir qilganimda sababi do'stlarim, prosta to'g'ri efir bo'lyapti. O'sha mana shu bugun ko'rgan narsam, to'g'ri gaplarni gapirishyapti. Endi o'zlari tushunmasdan ham to'g'ri gapni gapirishyapti. O'shaning uchun men do'stlarim, to'g'ri gap bor joyda men ularga qanday tanqid qilaman, qanday men ularni haqorat qilaman do'stlarim. Siz masalan bor narsani borday gapirayotgan bo'lsangiz-da-yu, men chiqib olib bu yerda sizni so'kib va hokazo qilsam, xalqni ko'zi ham ko'rayman. Xalq ham aytadi, "Nixuya себе" deydi. Timurga biz ishonardik-ku. Timur to'g'ri gapirsa ham so'kib chiqyapti, noto'g'ri gapirsa ham so'kib chiqardi. Bu значит bosim qilyapti deydi. O'zi itagam yig'lab yurishibdi blogerlar. Bizga bosim qilyapti deb. Do'stlar, bosim qilganim yo'q, haqiqatni aytaveryapman do'stlarim. Bu qamaladiganini qamaladi deyman-da, bu qanaqa bosim bu? G'ayrat do'stlar Vaydod meni nazarga tutib, katta bosim qilyapti. Men bosim qilmayapman. Bor narsani aytyapman. Sizlar noto'g'ri ish qilyapsizlar, qamalasizlar deyapman. Tamom, bu bosim emas. Tavba qildim, ko'ryapsizlarmi qanaqa bular yig'laqi? Darrov yig'lab chiqarib, "Vaydod, aytaver Timur Aysho bosim qilyapti" deb. Xalq baribir bilib o'tiribdi kim aytyapti, kimda nazarda tutayotganingni. Hamma mana bitta dang'ilatib chiqdim, birdaniga ko'tingni qisib, chiroyli haqiqatni gapiradigan bo'lding. Malades, bo'lar ekan haqiqatni gapirsa, gapiraver ana shunday qilib. Sudda ichida bor narsani gapirgin, tamom, senga biron problema yo'q. Sen qayerdan bilasan meni odamim o'tirgandir? Haligi Sirojiddin Merdiyaga adolat deb bu yerda meni odamim turgandir. Timur aka bunday bo'ldi deb menga aytib turgandir. Qayerdan bilasan sen? Gulirani Qosimovani sudiga eslaringlar bo'lsa do'stlarim, men tarafdan 500 ta odam keldi. Bular tarafdan 2-3 ta odam edi. Qo'rqib sudga kirib, qo'rqib suddan chiqib ketdi. 4-5 ta xotinlari jarimaga ham tortilib, haligi 10 baravar, 15 baravar jarima ham topshirib chiqdi. Otabek Hamidov g'ish tortyapti hozir. Do'stlarim, yaxshi qizil g'ish qilyapti. Zo'r ishlayapti lekin arg'latib oldim. Daislar kelaveradi, ketaveradi, obunachilarim. Daislar kelaveradi, ketaveradi. Biz qolaveramiz. Do'stlarim, bularni adabini beraveramiz. Xavotir olmanglar. Kim bo'lib ishlaysiz? Men YouTube qiroli bo'lib ishlayman.
Moskvada отопление endi ishlaydi-da deydi. Ya men batareykam o'chgani, obunachilarim. Batareykam o'chmaydi. Batareykam 100 so'z ishlaydi. Prosta do'stlarim, haqiqatni gapirganiga men hozir so'kmayman-da. Srazi qaranglar, o'zi itagan bosim qilyapti deb yig'lab yurishibdi. Dang etib chiqib olishadi-yu, mana biz haqiqatni gapirdik. Mana Abror Muxtor Alini shogirdi deyaverishi mumkin meni. Timur Raishovlaring, YouTube qorollaring mana shunday bizga bosim qilyapti, bizni so'kib chiqyapti deyish mumkin. Menga nima keragi bu bunaqa narsalar? Men yolg'on gapirmayman do'stlarim. Men to'g'ri gapni gapirishim kerak. Xalq bizni tomosha qilyapti. Bu shitga narsa emas do'stlarim. Xalq tomosha qilyapti. 100 minglab odam tomosha qilyapti. 100 minglab odamni aldashga hech kimda haqqi yo'q do'stlarim. Men haligi parandalar, hayvon emasman-ku haligi xalqni bu yerda aldasam. Olg'adaysizlar dedi. Otabek Jo'rayev qachon g'ish zavodga ketadi? Otabek Jo'rayev xitrib bu yerda xod qilyapti do'stlarim. Двойно ishlayapti-da, ham eqa ham beqa ishlayapti. U chunki haqiqatda tushundida. Menimcha Otabek Jo'rayev qamalmasa kerak. Chunki Otabek Jo'rayev o'zim aytdim-ku, birinchilardan borib hammasini sotib kelgan u. Tak bilan sotib olgan. Men chiqsam bo'ldi degan. Endi hozir ularni oldida ha men sizlar bilan deb o'zi zavs qilib yuribdi onasini esa. Otabek Jo'rayev rosa kallasi zo'r do'stlarim. Sotish kerak bo'lsa birinchi o'rinda turadi. O'shani davno bularni sotib ekan. O'shaning uchun bemalol yuribdi. Qamalmasa kerak u. Hammani sotib yuboradi qamalmaslik uchun. Va alaykum salom, va alaykum salom. Ya rosta haqiqatda u. Otabek Jo'rayev zoti haromi zot. Endi do'stlarim uni zotini nima qilaman men? Lotinchalab yozibsiz, o'zbek mafiyasiga hujum qilgan deydimi, nima deydi? Otabek Jo'rayev militsiyada ishlab haydalganmi? Bilmayman do'stlarim, men birovda ko'tinimda unchalik kovlamayman do'stlarim, xabarim yo'q. Men o'ylasi bilan ham va hokazo. Menga informatsiyani tashab bersa, o'qiyman. Sekmaylar. Tova qildi, unday demanglar, bechora Otabekani o'zi itagan xo'rlab tashadilar endi, obunachilarim bechora nerim deb qo'ygan. Efirida ham shu sizlarni gapiryapti-da, efirida ham shu sizlarni gapiradi. Muxlislarim sizlardan ular voqo'shi kirishasi ketib bo'ldi. Shu bitta negativ yozsa miyasi uchib ketadigan bo'lgan. Assalomu alaykum, elektron sigaretni tashlab iloji bo'lsa. Hozir tugasi tashlab yuboraman. Sirasi tashlab yuboraman. Tugasi. Nima qilay, sigaret chekkim kelyapti. Efirda sigaret chekish mumkin emas. Shuni chekib o'tiribman-da, menga pizas yoqmaydi. Bu narsani men faqat mana shu yerda studiyamda chekaman do'stlarim. Pastda mana shu yerda qoladi bu narsa. Men sigaret chekaman. Alfons dedi. Shunday. Anvar opani ham eslab o'ting, chatga kirsin. Ay, Anvar yetimcha, Anvar haromi, tangrichi. Oxirgi tangrichida bitta Anvar degan ko't bor, Kanadada yashaydi. Dunyodagi eng oxirgi tangrichi. Yetimcha xafa bo'lib chiqib ketding, yetimcha. Kir, bilgi qo'qon chatimga. Bir maza qilaylik. Seni obunachilarim qiynasa boku, maza qilaveradi-da. Tangrichi mana YouTube'da senga tepan chatimga kir, yetimcha muxlislarim kimni itarishni bilmay yotibdi. Sen biz hali ichamiz-da, zerikib qolsak seni itarib xursand bo'lamiz. Andrey Petrovich bittasi. Timatan ol Guliranni senga. Oyda, nima? Gulirani Qosimova mag'lubiyat do'stlarim, qaranglar. Gulirani Qosimova nimani yutdi? U xalqqa chiqdi, meni xo'rlashdi, urishdi, 1 metr uchdim, sahnalashtirishdi dedi. Keyin sud oxirida nima bo'ldi? O'zini xohishi bilan borgani aniqlandi. Sudyalar aytdi, uchalasi sudda tan oldi Gulirani Qosimova. Ikkita shaxs mazza qilib itarib turganga mishat qilishga haqqi yo'q ekan ishlardi. Bu narsalarni ko'rdi. Endi aytingchi o'zingizga, kim yutqazdi bu yerda? Gulirani Qosimova yutqazdi. O'sha Gulirani Qosimovani orqasidan voy bu bokira ayol deganlar o'shalar yutqazdi. Timur Raishov mazza qilib yutib chiqdi. Abror Muxtor Ali yutib chiqdi. O'sha Feruza Jo'rabekovna bizga qo'shilib talatibga yutib qoldi. Mana shunday bo'ladi. Biz aytgan narsamiz haqiqat bo'ldi. Qani keltirib bering bitta qog'ozda Gulirani 1 metr uchgani, kaltak yeganini. Yo'q, keltira olmaysiz.
Yo, rosta jinda. O'zlaring Guliranoni urushgan, Guliranoga adolat deb yuruvdilaring. Nima bo'ldi? O'zlari o'z xohishi bilan o'sha soliqchi bilan solib yurgan ekan-ku, soldirib yurgan ekan-ku. O'shaning uchun aytyapman, Gulirano Qosimova men bilan o'ynashma. Har qilcha haligi har qanday o'zingni eslatish uchun fitna qilaverma. Seni Polniroz orqangdan 24 soat meni muxlislarim tomosha qilib yuradi. Butun Furqat tumani. O'sha Farg'onaning butun Furqat tumani mening muxlisim. Sen qiqa borib tichyapsan, qiqa borib siyapsan, qiqa borib beryapsan. Informatsiya to'xtamasdan keladi. To'xtamasdan. Chunki farg'onaliklar hammasi meni biladi. Timur Ayshodov butun Farg'ona tomosha qiladi. Prezervativ topildimi deydi. Yutqazding-ku tan o. Men nimani yutqazdim? Nimani? Menga o'sha po'xuy bo'lsa, o'sha paytda men aytdim, kim yutadi, kim yutqazadi, menga Pushkin. Men bularni mazaq so'kib olsam bo'ldi. Sizlar o'sha Guliranoning orqasidan qancha odam yuruvdi. Sudlarda oxirlariga itam kelmadi, o'zi ham kelgisi kelmadi o'zini sudiga. Biz tarafdan qancha odam bordi? 500 ta, 600 ta. Blogerlarni qochib ketganlariga nechi? Tavba qil. O'sha ko'ryapsizlarmi? Haqiqatda gapirsam yonib ketasizlar. Qo'yinglar, yonib ketasizlar. O'shani uchun yutqazdi devermanglar. Tavba qildim. Qancha odam bordi ichki ishlar orqasidan? Timur Ayshodov qancha odam baqirdi? Eslaringdan chiqib qoldimi? Gul ko'tarib borgan boboycha onasi debsa qishlog'ida yura olmay qoldi. Mahallasiga chiqa olmay qoldi. Biznes yutqazdimi? Sizlarni blogerlaring qamalib ketdi. Biznes yutqazdim. Gulirano vobshe sharmisa bo'ldi. Men biznes yutqazdim. Zo'r yutqazdim. Xudo deng, sizni hayotingizga biror bloger shunday yutqazmasin. Hayotingiz parakanda bo'ladi. Ishga borsa ham hamma tanqid, ishchilar ham tanqid, maktab ham tanqid, o'quvchilar ham tanqid, mahallasida hamma uni fohisha deb biladi, erini dayis deb biladi. Shumi o'shani yutgan? Qo'yaveringlar do'stlarim, qo'yaveringlar. Mahallangda boshingni ko'tarib yura olmasliging sen uchun yutuq bo'layotgan bo'lsa, seni tugaganing shu. Sen ham parranda bo'lsang kerak, yo burgut yo sher bo'lsang kerak. Odam deb qo'yaver. Tavba qildim. Menga unaqa provokatsiyalar o'tmaydi. Bilasizlar, meni ruchkam qalin do'stlarim. Daislar bormi? Endi-chi. Shuncha axborotni, ichki ishlarni sizlarmi? Borman. Do'stlarim, meni muxlislarim silishkam ko'p. Assalomu alaykum Timur, siz haqiqatni tomondasiz. Men Akmalni oilasini yaxshi bilaman. Akmal dadasi soppa-sog' sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Yo, men o'sha Akmalda dadasini mazasi qochib qopti degan narsani eshitdim do'stlarim. 1-2 kun bo'ldi. Endi yoshi katta. Akmal Xo'jayevning otasini yoshi katta do'stlarim. Men buni biron bir yomon narsa talqinda qilmayapman. Tabiiyki hol yoshi katta odamni mazasi qochishi mumkin. O'shaning uchun do'stlarim men biror narsa deya olmayman. Men prosta eshitgan narsamni aytyapman. Bu yerda men Akmal Xo'jayevning otasiga qarshi emasman. Naborot men ular tarafini olganman. Ile Akmal Xo'jayevning o'ziga men qarshi emasman. Bilasizlar, men har doim ichki ishlar tarafini olganman. Ichki ishlar tarafdaman do'stlarim. Timur, hurmat. Rahmat. Addushi. Men yozganimda o'qimading Timur debdi. Demas ki Kobul olaman dedi. Nima xohlasangiz olavering, mendan so'rab olasizmi? Kobul olasizmi, kepka olasizmi, poq qo'ymasin menga. Timur Sila, rahmat, Addushi, obunachilarim. Daislar nimalaring yonib ketyapti. Men sizlarga do'stlarim ba'zi bir blogerlarga o'xshab nervinch qilib aytib deb o'tirmayman. Sizlar negativ yozasizlar-ku. Men ichlarimdan olib maza qilaman do'stlarim.
Va tavba qildim. Ya tavba qildim, obrachlarim bilishadi. Men nabarat negativdan xursand bo'laman. Men mazza qilib, men o'zim shu ishlarni qilaman. Sen Davislar portlab ketib, mana yerda yotib olib drach qilsak. Chunki har bitta sen yozgan negativ, har bitta nima meni foydamga ishlaydigan jinda. O'zi do'stlarim, birinchi ochrat muxlislarimga emas, negativchilar sizlarga rahmat deyishim kerak. Meni vaqt terdona muxlisim bordi, vaqt muxlisimni pakon qilib yordilaring. Eng qizig'i butun O'zbekistonga tanitib yordilaring. Endi buncha qilgan yaxshiliklaringdan keyin negativchilar qanday men sizlarni yomon ko'ray. O'zi aslida sizlarga rahmat deyishim kerak. Wow, orasida. Prosta Davislar, aytaman-ku, sizlarda onglaring past. Bunaqa narsalarni sizlar tushunmaysizlar. Timur Raishovda aqli bor joyga ishonaver. Seni dadasini ham aqli ishlamagan. Yaxshi. Shunday Davislar miyasi qisilib qolgan do'stlarim. Voy, bular 1 soat 14 minut efir qo'ribman. Mayli, 20 ga boramiz, yapamiz. O'zbek mafiyasi Abiga hujum qilgan. Stonliklarni yo'q. Do'stlarim, men sportsmen bo'lmasam, men sigaret chekib yursam, bitta Abi degan o'sha avazmi, Abi degan bolaga Dog'istonliklar ko'tlik qilgan ekan, o'sha Armeniyadami shunaqa ish bo'lgan ekan. Men uni o'zim ham 100% tushunmadim do'stlarim. Chunki men sportga umuman yo'qman. Endi menimcha haligi u ringga chiqishidan 1 soat oldin bo'lgan-ku bu voqea. Bu kaltak yeb keyin ringda yutqazib beradi deb o'ylagan. Berdi ham itargan, ringga chiqib anov Dalbebni ham 20 sekunddan onasiga kirgizib qo'yibdi. Mar deb yozib qo'ygan. Yotib olib, ishongan shaytoningga ishon. Seni yozganing ham, seni gaping ham mana undan nari. Ko'p kulish erkak kishiga yarashmaydi. Sen qayerdan bilasan? Sen erkak emassan-ku. Yo, sen erkak bo'lsang bilarding. Ko'p kulish yarashadi, maza qilib o'tiribman. Bu Timur Rais show do'stlarim. O'qib qo'yinglar tepaga. Timur Rais show. Beqa odamlar yig'lash uchun, qiynalish uchun kirmaydi. Beqa meni muxlislarim, yangi kelganlar. Obuna bo'lib qo'yaveringlar do'stlarim. Beqa odamlar faqat kulib, mazza qilib vaqt o'tkazgani kirishadi. Yig'lagani kirmaydi, chirillagani kirmaydi do'stlarim. Meni aksariyat muxlislarim hammasi chista kulish uchun kiradi. Kayf qilib 1 soat o'tiradimi, yarim soat efir qilamanmi, obunachilarim mazza qilib o'tirishadi do'stlarim. Ba'zi bir obunachilarim katta choylikda kola qo'yib qo'yishib, kola ichib tomosha qilishadi. Popkornlar deb do'stlarim. Chunki meni efirlarim bomba. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Bunaqa bloger bo'lmagan, hali bo'lmaydi. Soliqchining xotini bilan ajrashibdimi? Bilmayman, erta bilaman-da do'stlarim. Erta bunaqa narsalarni bilamiz-da, erta chuqurroqqa olaymiz. Menimcha, soliqchini haligi soliqchi nimani xotini bilan ajrashib, Gulirana Qosimovga uylansa kerak-da endi. Nima? To'g'ri, bu yoqqa kelib aql chiqmanglar. Namangandan salom. Va alaykum assalom namanganliklar. Hammaga assalomu alaykum. Men keldim, uxlab qolibman deydi. Tak. Kech qolmaydi. 1 soat uxlab keyin kirasiz siz ham. Biz 8 da efir qilamiz-ku. O'shanaqa gaplar. Do'stlarim, bu hayot o'ta qisqa. Bu hayotda faqat fitna bilan, montaj bilan, odamlarni so'kish bilan, odamlarni haqorat bilan emas, do'stlarim. Bu hayotda kamdan kulgi yetishmaydi. Odamlarga kulgi yetishmaydi. Odamlarga kamdan kulgi berish kerak. Odamlar xursand bo'lsin, kulsin, ketkizgan vaqtiga maza qilsin do'stlarim. O'shaning uchun hamma narsani men bilasizlar, negativni qira olaman do'stlarim. Negativni qira olaman. Agar men negativ qiladigan bo'lsam, do'stlarim, hamma joyda portlatib, tin taraqa 7 tarafga uraveraman. Mana bu yerda 1000 ta emas, 5000 ta odam bitiramiz. Prosta nima keragi bor? O'sha odamlar charchadi negativ. Beri urush, beri kasallik, beri qonun, beri anaqa hayvonlarga pasport, beri hokimlar uyma-uy yurib, birovni uyiga xo'jayinlik qilyapti. Do'stlarim, u kerak emas narsalar. Negativdan charchamatlaring o'zlaring ham. Qanday kulaylik, qanday kulishaylik. 100 gram ichaylik demoqchi edim. Choy ichaman do'stlarim, shuni chatib ketdik.
bitta somsachidan 40 mingga somsa, 40 mingga yarasha shu somsa olibdi. Короче, somsa olgan, его знает. Somsachi chek bermabdi. Endi o'shaning nalogiga kelib, somsachini 10 millionga shtraf qildi. O'sha nalogov xodimlari o'sha chek bermadi. Ha dalbeb olmagandir, esidan chiqqandir, ili anov gandombacha so'ramagandir. Nima qilasizlar 10 million shtraf? Birinchi marta prezident beringlar. Darrov shtraf. Bitta gastinisaga kirib olib, nalog xodimi o'sha gastinisa nomeriga chek bermadi deb gastinisaga 10 million shtraf uribdi. Gastinisaga-ku ason 5 ta kvartira, 5 ta xonasidan 5 kunda haliga rachod deb ketadi. Proza soliqchilar, sizlar nima qilyapsizlar? Bittalaring borib maktab direktori bilan zapal bo'lasizlar, bittalaring uni patsayt qilasizlar, bittalaring tandirchini patsayt qilasizlar. Ko'tmisizlar, tavba qildim. Yo'q, prezident sizlarga soliq boshlig'ini haliga xalqni pastava qilib, xalqni itarish uchun qo'ymagan-ku, sizlar xalqqa kelayotgan nalogni hisob-kitob qilishlaring kerak. Tamom. O'sha haliga o'z somsachi ekan. 40 ming pulga u so'rasa berardi, mumkin so'ramaydi, bermagandir. Ana bu tadbirkorlar, gandombachalar ko'payib ketgan, tirpillalar ko'payib ketgan. Shu bo'lsa bo'lmasa chekni beraveringlar. Fohishani bolalari ko'payib ketgan do'stlarim, ishonaveringlar. Fohishani bolalari ko'payib ketgan. U nalogdan qochaman, nalogdan haliga 40 ming levay qilaman deb o'ylab, do'stlarim 10 million, 15 millionga tushib qolishlari mumkin. Birinchi marta 10 million, ikkinchi marta 20, 30 million o'sha pulda oilalaringga olib, bolalaring bilan yesalaring yaxshi emasmi? तुम्हारे सिक्र नहीं पता हो रहा Namangan Salom Lana Gulirano eri bilan yashayaptimi? Bilmayman do'stlarim, men Guliranoni oilasiga xo'jayin emasman-ku men. Azizbek deganini menimcha rosa xo'rlaganman shekilli. Haligi tinmay negativ yozyapti. Xuddi seni negativing meni boshimda o'rtadi. Dilnurga tel qiling, iltimos. Dilnur Komilovning nomeri yo'q. Do'stlarim, Dilnur Komilovning nomeri yo'q. Hozir O'zbekistonda u eski nomerida yozsam, do'stlarim bir 5 kundan keyin javob beryapti-da. Yangi nomer olgan deydi, men bilmayman. Yangi nomeri yo'q. Men bo'lsa telefon qilardim bemalol. Zo'r efir bo'ldi, Mart. Aka ovoz chiqarib o'qing, kod davislarga e'tibor bermang. Mana ovoz chiqarib o'qidim. Farroshning temasi o'lganidan keyin ham tugamasa kerak dedi. Temasi tugagan. Prosta o'sha Farroshning o'zi har xilcha provokatsiyalar qilib yuribdi. O'sha taniqli bo'lish, odamlarning haligi e'tiboriga o'rganib qo'yganda, u 1 yildan beri yig'lab hamma joyga o'sha e'tibor talab bo'lib qolgandir. Haligi soliqchi Farroshingda olib borib bir eg'veg'ini bir o'qalab qo'y, bir yalab qo'y, bu chota e'tibor talab qilyapti. U o'rganib qo'ygan o'sha blogerlar buni gapirsa-yu, voy xalq, voy Gulirano bechora qizim desa, shuni o'rganib qo'ygan u jinda. Unaqa temalaring qaytib o'tmaydi. Gulirano, sen o'sha eski temasan. Sen bironta blogerga qiziq emassan. Gulirano, shu o'zingda bo'lib qo'yaver. Men ham haligi o'lib turganim yo'q, seni gapiraman deb. Sen ham 3 ta bolang bor. Bolalaring do'yla. Nima qilasan, o'zingga ham, qolganlarga ham boshini o'rtib. Hurmatli obunachilarim, hammalaringga rahmat e'tiborlaring uchun. Albatta efirimiz zo'r bo'ldi. Ketdik Telegramga o'tamiz. Mazza qilib Telegramda suhbat qilamiz do'stlarim. Har doimgidek mana 42 nomerim saqlanib qo'yinglar. Bu nomerimda WhatsAppim bor. Murojaat uchun chiqishlaring mumkin, bemalol suhbat qilishlaring mumkin. O'zim bilan do'stlarim, meni o'rnimdan adminlarim kimlardir haliga javob bermaydi. Har doimgidek do'stlarim, hammaga rahmat. Shetda.